Qanaqa desa bo'ladi, menga qizim juda qimmatga tushgan, ko'rishganimiz akam ham pul olib qo'ygan. Oyiga 4000, 5000, 6000 topib, realniy summa rasxodimdan tashqari, lekin o'sish yo'qda. Tadbirkor uchun ishonch qanchalik muhim, qanaqa uni ko'tarsa bo'ladi. Men o'sha narsani ham Google'ga unda yozdim-da. Unda ChatGPT bo'lmasdi. Qancha puli bo'lsa millioner bo'ladi. deb yozsam, kimda million dollar puli bo'lsa, bo'ldi u millioner. O'qitdim, o'sha men millioner ekanman. Onam menga qarab turibdi, ko'ryapman, ko'zida bir chekkasidan ko'rinadi, mana qarab Olam yaxshi ham san tuqqan ekanman deyapti. Do'konda o'tirib bu orzular qilganmiz-da, onam bilan birga. Oddiy matbuot. Men shu do'konda ishlab sen shunaqa bo'lasan deb o'ylamagandim, o'g'lim deyiladi. Kalima qaytaryapman. Men o'lib ketsam, ular men sizni nima qiladi? Men oilada bitta erkakman, menda endi ularga qarayman. Bo'pti, shutgacha keldim dedi omma. Sizga oyiga 4000, 4000 olib kelayotgan biznesdan yangi biznes turini boshlab, stabilliklayotgan joyiga ko'ra yon atrofdan qanaqadir savollar bo'lganmi yoki kritika bo'lganmi yoki podдержка qilishgan? Bo'lmaydi, bu o'lgan biznes, hamma o'lyapti. Ammo o'lsa 300 ming yevroga Turkiyadan, Yevropadan men оборудование sotib olib, hozir matras zavod, SNGda katta zavod qilmayman-ku. Baxtiyor aka, qarang, bizada har bitta podkastda mehmondan bizani o'sha videoni ko'rib bo'lgan insonlarga, kommentariy yozgan insonlarga hadya bor. Kommentariyani yozish uchun ularda qanaqa? Sizdan ko'rgan qanaqadir kuchli insaytni, o'sha insaytini yozish kerak va hayotida qaysi paytda qo'yiladigan shu insonga nima sovg'a qilamiz? Shu endi biz matras sohasida bo'lganimizdan keyin insonlarning uyqusini shirin qilganimiz bizning missiyamiz bu, uyqusini shirin qilish. Shunga mana komfort modelidan bizadagi eng zo'r matrasdan shu sovg'asiga beramiz bittagina. Bugungi mehmonning orzusi birinchi matrasdan boshlangan. Birinchi investor onalari $100 unga bergan. Hozir esa u bir nechta mamlakatda millionli biznes egasi. Ammo pul maqsad emas. Uni maqsadi butun dunyodagi eng yaxshi matraslarni chiqarish. Bu inson Baxtiyor aka Mansurov. Aka, assalomu alaykum, xush kelibsiz. Ko'rib turganimizdan xursandman. U o'sha podkastdan oldin gaplashdik, ancha-muncha temaga. Yarim soat gaplashib keyin salomlashsa boshqacha bo'ladi. Zo'r. Sразу birinchi savol aka. Meni ta'sirlantirgan savol. Mavzu o'sha podkastda aytibsiz. Birinchi o'zi meni investorim onam bo'lganlar, $100 berganlar menga. Shundan boshlangan. Shu kunni eslaysizmi? Buni ko'p aytganman endi, gapirib bergandim. Bu hozir endi bu yerda hozir gapirib berish, men yana ham gapirib berim kelyapti. Boshdan aytib bering. Shu kun imенно-da. Qaysi $100 berilgan kun menga nimaga berganlar buni? Xo'p. Qanaqa hissiyotlar bo'lgan? Uylanganimda, men uylanganman, yangi uylanganimda bilasiz-ku, endi bola bo'lish kerak, уже ayolim 2 qat bola tug'ildi. Как раз men ishdan ketdim, unda Akfa'da ishlardim. Рабочий bo'lib ishlardim. Обычный установкада ishlardim, Akfa'ga qo'yardim. O'tdan ketib qoldim. Как раз uyda 6 oymi o'tirib qoldim-da. Qanaqadir bilmayman. O'shanda bola tug'ildi, qizim tug'ildi. Oxirgi $2000 pulim ham qanaqa desa bo'ladi, menga qizim juda qimmatga tushgan. Men o'zim orzu qilgan, birinchi niyat qilgan, birinchi qiz bo'lsa deb niyat qilardim. O'sha $2000 yig'ib qo'ygan pulim bor edi, bilaman gilamda turar, gilamda hisob qo'yganman. O'sha pulim qizim 7 oylik tug'ilib qolganda, 7 oylik tug'ilganda raddom o'zimiz oldimizga tapochka olib kelganimizda o'shanda yomon bo'lgan. Men bunaqa narsalarni kinolarda ko'rganman-da, faqat короче doktor chiqyapti, xotinim ichkarida reanimatsiyaga olib kirib ketishgan. Chiqyapti, aytibdi, hozir yoki qizingni qutqarib qolishimiz kerak yoki xotiningni deyapti-da. Menga onam ikkalamiz turibmiz, otam bilan o'tib ketgan. Onam ikkalamiz turibmiz. Vashi tushunmay qolganman-da, nima qilishni bilmayapman. Qanaqasiga deyapman, nimaga deyapman? Bola tez tug'ilyapti, pochkani siqib qo'ygan. Qiz yoki qizi yoki onam. Tushunmayapman-ki. Onamga aytdim. Ona qo'shnimiz bo'lardi, haligacha bolalar, professor. Shularga telefon qildilar. Mana shunaqa yordam bering dedilar. Men bu shu degan aksho ginekologiya qimmat anaqa ekan, men bilmayman uni, juda qimmat ekan. O'shanga telefon qilishdi, o'g'lingiz puli bormi dedi. Lekin platniy joy, u qimmat dedi. $2000 pulim bor. Necha pul ketadi desam, 10-15 million ketadi. 20 million ketmaydimi dedim.
Zato dedim bularni olib qoling dedim. Kakras pulim ham bor, hamma narsa bor, muammo yo'q. Yetmasa topamiz. Shu bilan keyin yo'qdan skoriy pomosh keldi, olib ketildi. Olib bordik. Chotki chiqdi hammasi. Tug'dirib olishdi. Даже ular aytishdi, bizda vakuum yo'q. Vakuum yo'q. O'sha vakuumga qo'yishimiz uchun o'tdi bordi. U vakuum ham kerak bo'lmadi. Bola chiqdi. Hozir u qizim 9 yosh, bashi moshni qizda, ya'ni kalalari ham juda yaxshi deydi. Adashgan ekanda, to'g'rimi boshida? Da, doktorlar mana shunaqa biz hozir может быть riskovat qilmaylik dedi. Bo'yniga olishni xohlamagan mas'uliyatni. O'shanda yomon anaqaga tushganman. Stressga tushganman. O'shanda oxirgi pulim ham ketgan, qizim tug'ilgan, bo'ldi, 0 pulim yo'q. Men ham ishdan ketganman. Endi bilasiz, bu yerda kasha olish kerak, uni olish kerak, buni olish kerak. Taksi qilganim ko'chaga chiqaman, taksi qilaman, yo bu yoqqa bir kun taksida aylanib yuraman. Hozir shunga kelyapmiz o'sha $100. Tushundim. Taksi qilib yuraman bir kun. Men o'zim ham ko'chada katta bo'lganman. Как бы ko'chada yurib, urush janjal qilardik, ishkallarda yurardik oldin. Uylanganimdan keyin riski bosilganman, chunki oila desa, oilaga ko'proq mehr beradiganman-da. O'shandan keyin mana bunaqa bo'ldi. Taksi qilib yuraman, ertalab qo'yliq tomonda. Taksi qilib yuraman, ikkita bola chiqdi-da, aka dedi, mashinaga ozgina ortadigan narsamiz bor edi. 2 kishi, bittasi bu yoqdan, bittasi bu yoqdan gapiryapti. Bu yoqqa o'tib ketib qoldi bittasi. Ikkitasi to'xtadi. Bo'ldi, aka nima ortamiz dedi. Kichkina narsa, bo'ldi. Bu yoqdan o'sha qo'lini tiqyapti, bu aytyapti. Aka deyapti, shkofim 180 ga 120 sig'adimi deyapti. Aka deyapti, Nexia 3 qanday sig'adi deyapti. 180 ga 160 dan. Bo'ldi, uzr, unda boshqa mashina to'xtatamiz dedi. Xo'p, sen u bola o'sha qo'lini tiqqan, mana bu mikrofon tagida aukus tiqib oldin bo'lardi. Ashula muzika eshitib yurardik. Telefon. Shunda oldi Jiber. U paytda 2016-yil. Jiber telefon bo'lardi. U paytda endi 100-120 dollar turardi. U payt katta pul edi biz uchun. O'sha pulni, o'sha telefonni oldi, uji bo'ldi. Jimjit mashina bo'pti, ketdim. Shunda o'ngga qayrildim, panelga kirsam, cho'ta muzika yo'q. Nima bo'ldi? Uni qasam telefon. Reski qayrildim, orqaga qaytdim, qarasam yo'q ular. Bo'pti dedim. Mayli, endi ishonasizmi, ichimdan bori bir narsa o'tyapti. O'sha telefon odam o'sha nima deydi, shu darajada pul yo'q, kassaga pul topgan chiqqanman, qarasam cho'ntaga bir 15 ming pul topibman endi. Yig'lab yuborayapman. Bo'pti dedim, hech narsa, o'sha nasreniya ham yo'q. Bilasiz, oldin taksi qilganini siz bitta ertalab gay to'xtatsa ham ishlab qo'ysa, o'sha nasreniyangiz ham bo'lmaydi-da, o'sha uyga kirib ketasiz-da. O'sha nasreniya ham bo'lmay qoladi. Uyga kirdimda, kirsam, xotinim endi telefoningiz qani dedi. Uyalyapman aytgani. To'g'risi, u mana narsani ham bir 2 yil bo'ldi aytganim o'z xotinim o'ziga. Alaskida tushirib qo'ydim. Mayli narsa olib narsa olganini tushirdim. Tushib qoldim, mayli telefonni dedim. Uni men o'g'irlatib qo'ydim. Menga qanaqadir bu ko'chada katta bo'lgan, ishkal qilib yurgan bolaga bu qanaqadir uyatroq edi-da o'sha paytda. O'shandan keyin aytdim, tushirib qo'ydim, mayli bo'pti, shu bilan qoldim. Endi uyda o'tiribman, kasha ham yo'q. O'shanda o'rtog'imga telefon qilganman. O'rtog'im institutni bitirgan, bizda klassikon bo'lgan. Haligacha bor o'rtog'im. O'rtog'im 30 ming so'm pul berib turdim. 30 ming so'm edi. 30 ming so'm pul berib turdim. Kasha olishim kerak. Unda nampan ichirilmasdi, malyutka degan kasha bo'lardi. O'zimda bir 15 ming bor, 35 mingga olaman, 30 ming olsam 10 ming zapas. Desam yo'q, pul, o'rtoq pulim yo'q dedi. Bo'pti, mayli dedim. Pul yo'q ekan, uni ham mayli. Ishi bo'lmayotgandir dedi. Albatta bilardim, 12 million, 13 million oylik olardi, davlat ishida ishlaydi. Institutni bitirgan bola. Bo'pti dedim. O'tirdim, yo'q, endi shunday yotaman deyman, matrasim ham nito'da. Dam olaman desam, qirchillab yotibdi, qiyshayib yotibdi, cho'kib yotibdi. Yota olmaysiz unda. O'zi qiynalib yotgandim bundan oldin ham. Keyin shu matras olsam yaxshi bo'lardi desam, keyin bir onam aytib qoldilar, o'g'limga endi telefoningni ham tushirib qo'yibsan, mana shu matrasingni ham almashtirib olib $100 berdilar. O'sha $100 meni hayotimni o'zgartirib yuborganda. Qanaqa qilib? O'sha $100 ga matras olishim kerak. OLX ga kirdim. O paytda endi Instagram unaqa narsalar bo'lmasdi. OLX ga kirdim, matras qidirdim. Arzonini qidirib olmadim, chunki endi qancha ekonom qilsam, endi shuncha yana bu narsaga yetish kerak menga. O'shanda $100 gideta bo'lsa kerak, bir 8 ming adashayotgan bo'lishim mumkin. O'sha pulga oldim, $100 ga chiqib matras oldim. Rovna $100 ga oldim, u bola keldi. Как раз u bola hali ham matras chiqaradi. Hali ham o'shada. Gaplashmadinglarmi hali? Yo'q, gaplashgim ham kelmaydi men unaqa odamlar bilan. O'sha javob aka bu matrasga tashab ketdi dedi. Javob dedi. 2 oydan keyin u ham cho'kdi, u ham o'tirdi, uje keyin o'ylashni boshladi. Matras olmay yana u cho'kdi. U bola kelganda boshidasiga 5 ta matras ortib olgan.
dedim kamida bir $30 $50 qolsa ham dedim $250 dedim aka deyapman so'rayman undan bu matraslarni bir kunda tarqatasizmi уже desam da bir kunda tarqataman va necha kunda yasaysiz buni desam 2 kunda dedim tez yasalar ekan tez dostavka bo'lar ekan man chunki akfaromda ishlayman hisob kitob qilib yurardim hisob kitob qilyapman endi keyin kiryapman YouTube'ga kiryapman o'rganyapman matras qanaqa ishlab chiqariladi как производить matras qanaqa ishlab chiqarish kerak nimadan qanaqadan lekin o'shanda ham sразу matras qilib ketmaganman man bu matrasga kirishim уже boshida og'rig'i bo'lyapti-da matrasga kirishim kerak matras уже ishlab chiqarishimiz kerak-ku но manda orada bu kallada turibdi miyamda turibdi что matras ishlab chiqarishim kerak hisob kitoblar qilyapman internetdan o'rganyapman oldin ChatGPT unaqa savollar bersa aqlli narsalar bo'lmasdi oldin u kunga borib sexlarga kirsak ham bizga ko'rsatishmasdi ya'ni matras sotish g'oyasi o'sha holatdan keyin kelganda to'g'rimi sizga cho'kkan matrasdan ishlab chiqarish da производство man ishlab chiqaribgim keladi sotuvchiman ham o'zim kioskda ishlaganman gazeta sotganman 12 yoshimdan man gazeta sotardik onamga qarashardim gazeta sotardik plus gospitalniyda bu O'zbekistonda eng ko'p gazeta sotiladigan do'kon bizaniki bo'ladi man o'zim o'sha yerda gazeta do'konda pastda prilavkada obedlarda uxlardim o'sha yerda onam joy qilib berardilar o'sha yerda uxlab o'sha yerda yotardim ya'ni sotish qobiliyati уже yoshligingizdan rivojlanib borganda o'sha yerda gospitalniyda ruslar bo'lardi ko'proq man rus tilini ham o'sha yerda o'rganganman mahallamizda Igor degan bola bo'lardi Daniel degan bola bo'lardi shulardan ruscha o'rganganmanda oldin televizor ko'rib oldin TNTlar bo'lardi o'shalarda o'rganardik ko'rib o'sha yerda savdoni ham o'sha yerda qanaqa sotish kerak muomala eng glavniysi chunki masalan gazet sotardik u yerda bitta gazet so'rab kelardi ikkita gazet so'rab ko'proq gazet sotsak ko'proq bizga foyda qolardi mana buni ham oling buni ham oling buni ham oling deb o'sha olayotgan gazetasiga qarab qanaqa turdagi gazeta olyapti исторический o'qiydimi новости o'qiydimi новости o'qisa новости degan gazetani tikardik qanaqadir klient analiz bo'lar ekan здоровье bo'yicha bo'lsa отдохнем degan gazeta bo'lardi отдохнем bo'lsa yana отдохнемda здоровьеlar bo'yicha edi unga yana добавка qilib yuborardim shunaqa qilib o'rganganman 12 yoshimda do'konda ishlaganman keyin Yangiobodga chiqib ketganman shu bilan ya'ni qarang производство именно matras sotish g'oyasi matras sotishdan oldin lekin man matrasni qilmaganman matras biznesini qilmaganman qizim tug'ilgandan keyin man o'zim samostoятельно akfada ishlaganman akfa sex ochganman как раз akfalar yopilib ketayotganda akfa biznesi o'layotganda man akfani boshlaganman u ham qanaqa bo'lgan как раз o'rtog'im bilan shashlik qilib sotyapmiz Chilonzordan shashlik olib kelardikda qo'yliq olib kelib sotardik o'sha yerda mana qo'llarimni ham kesib olganman haligacha bor mana izi shashlik piyoz to'g'rayman deb tirs kesib olganman o'sha yerda sotayotganimda sindoshim bor mana akfa yasab o'zini sexi bor u ham unaqa zo'r ishlab anaqa qilib ketmaydi tak zakaz bo'lib turadi qiladi mani akfada ishlaganimni biladi o'rtoq san qo'lingda hunaring bor yur menga qarash degan ho'p deganman ketganman u bilan 1 oy 2 oy ishlaganman o'rganganman chunki man shu narsaga mana shu o'rtog'im katta sabab bo'lgan mana shu hozir natijalarga erishishimga ham u o'rtog'im вообще mani olib kelgan shu biznesga olib kelgan internetda qanaqa reklamalar qilish kerak qayerda hozir klientlar bor oldin Torkuz bo'lardi OLX bo'lardi shu yerdan klientlarni topsa bo'lardi man sekin o'rgandimda keyin o'rtoq dedim man dedim давай dedim отдельно chiqay dedim man o'zim dedim akfa ishlab chiqarmoqchiman no bir so'm pulim yo'q u menga $250 oyligini berish kerak o'rtoq dedim mana sen ishlagan puling $250 oldim $250 oldim yonimizdan $50 ga 30-40 kvadrat joy oldim u ham Zokir aka degan odam bo'lardi muomalada u yerda ham yaxshi gapirib so'rashib salom berib mana qilib aka mana shunaqa joy kerak desam bo'l senga beraman joy dedi hozir pulim yo'q 1 oydan keyin hozir doplata qilish kerak-ku 1 oydan keyin beraman xo'p deb undan oldin tanigansiz u insonni muomala deyapsiz u даже magazin olishdan oldin ham salomlashib gaplashib то есть muomalangizni ko'rsatgansiz to'g'rimi да производствоga sex podvoldan sex olishim kerak men aytmoqchiman muomalani aytib ketdingiz-ku mana misol uchun kitob bor как завоевать друзей и сделать так чтобы все слушали degan Dale Carnegie да Carnegie'ning kitobi aytyaptiki что sotuvchi 5 ta sotuvchi hammasi bitta ishni qiladi bitta nazoratchi то есть bitta ofisga kelishadi ishlashadi ketishadi lekin shu ishlab ketishayotgan jarayonda уборщица bor ekanda уборщик bor ekan shu уборщик bilan
sotuvchilardan bitta deganasi yaxshi muomala qilib, salomlashib, hol so'rab yurar ekanda. Shunaqa xullas oxirida istoriyani nima? Oxiri qanaqadir bir повышение to'g'risida gap ketayotganda, lavozim ko'tarish to'g'risida gap ketayotganda, oxir-oqibat shu Borshikdan so'rashibdi-da, mana 5 ta sotuvchi bilan sen ko'rishib, gaplashasan, qanaqa baho berasan deganda, o'sha anu sotuvchini aytganmish-da. Siz mana shu anoningizni eshitib, to есть u odam bilan shunaqa yaxshi muomala qilib yurgansizki, bir deganda berganmidi o'sha arenda joyini? Bittaga iptik anaqa daplatasiz, что san biladi, assalomu alaykum. Men даже shunaqa qilardim, как бы endi men otam ham 2012-yil o'tganda yosh katta odam, quchoqlashib, ko'rishib, okajonim, yo deb qanchani okam, okajonim deb erib ketardi-da, erib ketardilar. Senga beraman, ol, joy senga dedilar. Bo'ldi, xo'p, aka kirdim, endi xo'p $250 pulim bor. Endi Akfada u stanoklar bo'lishi kerak, payka bo'lishi kerak, reska bo'lishi kerak. Keyin Olixdan bitta qo'qonli reska sotyapti $250 ga. Ras o'shanga zakaz qildim, u dastavkadan chiqarib yubordi. $250 endi beramasam o'rtog'im kelib qoldi-da, o'sha Akfa qiladigan. To'xta, berma, buni cho'ta diskasi yaxshi emas dedi. Qo'ysam, ha. Bundoq qaradi, menimda bitta anaqa singan ekan diskasi dedi. Tishi bo'ladi-yu, singan. Bu dedi $150 ga olsang yaxshi dedi. Egasiga telefon qilib shu dastavshik qildi. Короче, $150 ga ko'ndi. $150 berdim, o'rtoqdim, bu disk olishim kerak endi dedim. U ham $70-80 turadi. Yo, shunda ishlab tursang bo'ladi, normalniy dedi. Zo'r kesadi dedi. O normalniy mi? Chotki bu ishlayapti-da. Endi o'sha odam ko'rib turgan bo'lsa, anaqa emas, bu endi o'rtog'im pul kamroq ekonom qilsin dedi. Shu yerda ham meni o'yladi-da, ko'ryapti, qiynalmayman. $100 yana yonimda qoldi. Как раз уже zakazlar olmayman. O'zimda kesyapman, unga olib kiryapman, payka qo'yapman, o'rtog'im beryapti ishlagani. Shunaqa chiqdi, hammasi nima deydi, bu omaddan-da. Internetda ko'ryapman, yana полностью kompleks stanok sotilyapti. $3,500. Amanda $100 pulim bor. Plus zakaz oldim, yana bir $200 pulim bor. Pul ishladim. Bordim o'shan oldiga, bir so'm pulim yo'q. Bordim. Oka, nima ishlar, nech pul? 3,800 dedi. 3,800. Bo'ldi, oka, men shuni olaman. 3,800 ga olaman dedim. No, lekin dedim, oka dedim, $100 pulim bor hozir dedim. $100 beraman sizga dedim. Qolganini 2 oyda beraman. Ujbutda men riskovat qilyapman. Bilyapman, что men topaman pulni. O'sha pulni ishlab topaman. Aqlim yetyapti, o'shaning uchun men labz beraman. Chunki men yoshligimdan etdimmi, qilmasam bo'lmaydi. O'zim punktualliman, odamlardan ham shuni kutaman-da. Kimdir vaqtida kelmasa yoki kimdir vaqtida o'sha ishini qilmasa, men jahlim chiqib ketadi. Oxiri keyin shu narsaga ko'nikdim, что hamma bir xil emas. Da, keyin sekin ko'nikdim. U kech qoladi, qilmaydimi, mayli. U odam keyin aytayotdi, ishonmadi-da, tilxat yozib bering bo'pti dedi. Как раз o'zi sota olmayotgan ekanda. Stanoklar как раз o'sha akfalar yopilib ketyapti-ku. Men kelyapman, olaman, no, lekin 2 oyda pulini beraman, deyman. Necha yoshingiz u paytda? 2016 qizim tug'ilgan bo'lsa, 16ning oxiri. 16ning oxiri 9 ayirib tashlasak, 25 yoshingizda siz o'sha $3,700 risk qilyapsiz, o'sha $100 zaklad berib, kuchli. $100 ga yozdim tilxatlarini. Yozib, oka, mana shu srokda beraman, qo'l qo'ydim, chislo, mana berdim, bitta qog'oz o'zimga olib qoldim. U shunaqa odam ekan, aytdiki, bu menga bermaysiz dedi, o'zingizda turadi dedi. Qog'oz o'zingizda turadi. Hayron yozdiryapti, o'zimga beryapti. Bu o'zi eskichada shunaqa ekan. Yozgan odamni o'zida turar ekan. Mana shu narsasi, чтобы u qarab, ishlab turish kerak ekan. Bu menga kerak emas. Ba'zi u qog'oz inson hal qilmas ekanda. Oldim, men ham o'sha yerda palas bor edi, o'sha yerda ishxonamizda o'shani tagiga tiqib qo'ydim. 2 oyga ham bormadi. 1,5 oyda hammasini berdim. Stanoklarni tushirdim. Как раз bizda podvolda 3 ta akfachi bor edi. Birinchi meniki, ikkinchi o'rtog'imniki, uchinchi yana bor. Ko'raz baraka-da, bu yerda shunaqa baraka, meni qizim tug'ildi, u vashchi katta baraka olib keldi-da. Bosib zakazlarni olib tashyapmiz, profillar, ish ko'payib ketyapti. Eski ishxonamdan 5 ta ishchi kelyapti. Ular как раз ularni ham ishi aytdim-ku, akfalar o'lyapti, hamma yo'q. Men ularni chaqiryapman. Bizda ish bo'lyapti. Yonimizda 2 ta akfada ham ish bo'lmayapti. Shunchalik darajada nima deyapmanki, baraka-da, hamma narsani vaqtida qilyapmiz. Men hozir aytaman, meni hozir ko'rayotganlar ham bo'lishi mumkin. Ko'p odamlarning uyiga akfa olib qo'yganmiz. Bittasi bo'lsa ham kommentariyada mana shu bola akfani o'z vaqtida qo'ymagan deb yozsa bor, men o'sha odamni o'zim даже romlarni hozir bor, termodan qilib beraman-da. Hozir eng qimmat anaqasidan, chunki hammanikini vaqtida qilib bergan. O'shaning uchun ham baraka bo'lgan.
akfada ishlayotgan paytingiz yoki o'zi o'zingiz ishlaysiz? O'zim agentga chiqib ketyapman, qilyapman. Baraka bo'lyapti, o'sha narsa vaqtida qolman, o'sha keyin bilyapman, akfa ozgina nima deydi, zo'r ketyapti. Pul topyapman. Oyiga 4000, 5000, 6000 topyapman. Realniy summa rasxodimdan tashqari. 2016 bu. 2016-yil. Topyapman, lekin o'sish yo'qda. Men o'smoqchiman, yana ham ko'p pul topmoqchiman. To'xtab turibman. Nima qilsam ham sayt razrabotka qildim. Unda Sergey degan bola bo'lardi, anaqada Yakkasaroy oldida bitta sayt ishlab chiqaradiganchilar bo'lardi, boshqa hech kim emas. O'sha yerda sayt qilib berishdi menga. Ular o'sha saytdan kontekstli reklamalarni yoqdim, Googledan, Yandexdan. Oxiri o'zim o'rgandim, Google, Yandexlarni qanaqa kontekstli reklama qilish kerak. Hammasini YouTubedan o'rganganman. Birinchi производствоni boshladingiz, o'zingiz birinchi ishni boshlab oldingiz. Bir ma'lum darajaga chiqqaningizdan keyin qarasangiz, marketingga reklama barib kerak. Da. O'sha OLX faqat OLX bilan anaqa qilmayman-da. OLXga birinchi bitta reklama qo'yyapman. Звонокni test qilyapman. Ikkita zvonok bor. Ikkita qo'yyapman, 4 ta bor. 6 ta qo'yyapman, kuniga 10 ta zvonok bor. Kuniga 50 ta reklama qo'yishni boshladim. Pulli reklama aytdik-da, ishlatyapman. Bir oyda Topga chiqarish, ha? Da, topga chiqaryapman. 50 talab reklama qo'yib, telefonim tinmaydi-da. Alo. Yonimdagi akfachilar aytadi, "Qayerdan senga klientlar shunaqa tushyapti?" U bilmaydi, biladi shu OLXdan. Bitta emas, ikkita emas, uni ko'proq qo'y. Ko'proq reklama qil, ko'proq pul tik reklamaga, ko'proq bo'ladi. Undan keyin men o'sha sayt razrabotkasiga o'tyapman, kontekstli reklama, yo klientlarni qayerdan qidiraman deyapman-da. Shunaqa qilib ketdim. Miyada hali ham 2 yil akfa ishlab chiqaryapman, miyamda matras turibdi-da. Matras turibdi, как раз o'shanga kelyapmiz mana. 2016 dan 2018 gacha. 2017 ni o'rtalarida bo'lyapti. Men matras olishim kerak. O'sha pulim bor. Oyiga 4000, 5000 topaman. Men o'sha komfort qolyapman. Yaxshi matrasda uxlayim ketyapti. Men bilardim o'sha o'zimning sog'lig'im uyquda energiya olishim kerak. Chunki men charchab kelaman, klientlar bilan gaplashaman, emotsionalniy nervnishit qilaman ular bilan gaplashib. Yotib dam olishim bilaman. O'shani yotganimda men maza qilishim kerak, kayf qilishim kerak. Uning uchun menga zo'r matras kerak. 2 marta matrasdan kuydim men. Endi dedim brend qidiryapman. Sayt qidiryapman, saytdagi o'dziflarni qidiryapman o'zimcha, YouTube'lardan ko'ryapman, aytishyapti, anatomический matraslar bor ekan deb. Anatomический matraslar qidiryapman. Bitta firma chiqdi. Ular haligacha bor, haligacha o'smagan o'sha. Oldim, $350 ga telefon qildim, qilib beramiz deyishdi. Aka dedim, faqat dedim, men ishonmayman dedim. Men o'sha 2 marta kuydim. Men boraman, ko'raman, ko'zim bilan keyin olaman dedi. Bo'pti dod, showroomimizga keling dod. Yo'q deyman, men производствоga boraman, chunki men nima savodsiz ko'rishim kerak deyman. Men aldandim deyman. Gap yo'q deyman. Lekin 30-da bo'lyapti bu narsa. Obedda zakaz qildim, men kechqurunga qilib berasizlar deyman. Kechqurun, как раз Yangi yilda men komfortda yotdik deyman. Yangi yil yaxshi komfortda kutib oldim. Boryapman, ko'ryapman, kiryapman o'sha yerga. Bitta kirdim производствоga, meni ko'zim oka gapiryaptilar, biz ham bunaqa sonamiz, biz ham bunaqa seryoz ishlatamiz. Men xaroma stanoklarda ishlatadilar. Qanaqa ishlatyapti, nechta odam ishlayapti, nechta kvadrat joy kerak. Hammasini ko'ryapman. Nima kerak? Bo'ldi aka. Mana aka $50 zaklab, domma $300 borganda beraman. Xo'p, ketdik. Keyin o'tirman o'rtog'im bilan pastda o'tiramiz. Mashinada, domni tagida o'rtog'imni qara. Ana stanok nech pul turar ekan dom. Sen so'ra domma. Men narxini uyalyapman deb so'ragan edim. Sen so'ra dom. Xo'p, so'rayman. Как раз keldi Sparkda mashinasini tepasiga olib qo'ygan. Tushir dedi. So'ra dedim. Nech pul olgan? So'ra dedi. Stanok mashina tikadigan. $7,500 dedi. Bu zo'r dedi. Bu yaxshi ekan dedim. To'g'ri eshitganman, 3000-4000 ham bor. Bu navorocheniyroq, mana bu nima deydi? Jiguli bilan Gentraga o'xshagan narsa ekanda. O'sha lyoqki haydalishlari ham. O'shaning uchun keyin bo'ldi so'radim. Bo'ldi $7,500. Значит, bizga shuncha kerak bo'lar ekan dedim. Как раз dedim OLXga ishchi qo'ydim. Matras sohasida ishlagan mutaxassis kerak. 8 oy qidirib yurdik. Reklama 2 ta qo'yganman. Bitta o'rtog'imning nomeridan qo'ygan, bitta o'zimniki. Kakar menga qilmadi, unga qilyapti. Kakar 8 oydan keyin o'tirimiz bitta joyda telefon qilyapti. Mana qara matras qilar ekan. Yo'q edi, berdimi? U bola ham prosta tak qiziqibdi, bitta joyda ishlayapti o'zi. Matras nech pul olib beradi o'zi bo'ladi. Prosta qiziqib telefon qilgan ekan. Yo'q, prosta tak qiziqib o'zi ishlayapti, oylik olyapti yaxshi. Qiziqib telefon qilgan ekan. Ber menga telefon ras oldim. Bu yerda endi qanaqa? Men savdoda ishlaganman, ozgina odamlarning ichiga kirishni bilaman. Nima deydi? Aldamasdan kiraman. Aka domim bizga mana shunaqa matrasda yordam bering domim. Ishlaysizmi domim? Ishlayman, nech pul olib berasiz?
turmanda o'sha paytda $300 oylik zo'r oylik. $500 beraman. Chunki bu doma bunaqa usta yo'q, hali chiqmagan bizga. $500 beraman aka doma. Men doma to'g'risini aytaymi, o'sha yerda aytaman, men doma marketologman doma. Men уже biznes qilyapman. Men qanaqa marketologman, nima deydi? O'qimagan marketologman. Men o'zim qoqilib praktikadagi marketolog. Tushunasizmi? Men любой narsani sotaman aka doma. Siz menga просто tak doma, menga qilib bering shuni doma. Qayerdan olish kerak, nima qilish kerak, nimada kerak, qanaqa stanok, texnologiyasi buni, texnologiya katta gap. Qanaqa uni taxlashlari matrasni. Keyin bo'pti, deyapti, Nuvening gapiryapti, aka doma. Shu ertaga просто tak ko'rishaylik domasini, просто ko'rishaylik. Bo'pti, xo'p deb. Shuna ko'ra Jigulida kelyapti, biz Cobaltda yurardik. Cobaltda keldik. Ko'rishdim, assalomu alaykum aka, ko'rishdim. $100 tiz qo'llariga beraman. Aka doma, voy nima qilyapsiz? Bu $100 doma, просто tak siz men bilan ko'rishganingiz. Menga просто vaqt ajrating doma. Yarim soat, 1 soat vaqt ajrating. Menga gapiring shu qanaqa, nima, qayerda, kim serios sotadi, kim nima qiladi, menga ayting doma. Bo'l, o'tiramiz, mashinaga aytibdi. Qayerga? O'tga boramiz, bo'tga boramiz, buni ko'rsatyapti, uni ko'rsatyapti. Mazza qilyapman-da. Uje planlarimda mahsulotingiz hali chiqmagan. Yo'q, o'sha amalga oshib, qadam qo'yganingizga xursandsiz. Chunki ko'rsatyapti. Ya'ni aka ishlagingiz kelmayapti. Men bilan. O'zi chunki sezibsiz. Eski ishi bor-da uni. Men aka deyapti, sizga от души ko'rsataman deyapti. No, meni to'g'ri juni ishim bor, ustozlarim bor. Deyapti, ko'rsatdi, hammasi bo'ldi. Ertasi kuni yana ko'rishdik. Yana ko'rishganimizda aka men pul olib qo'ying. Просто tak bo'lsin. Chunki nimaga? Men u vaqt ajratib kelyapti menga. Men undan xohlagan narsam olmayman-da. Keyin u просто tak meni aytishadi-ku, o'zbeklarda просто tak yaxshiligiga savobga yo'q, uni ham oilasi bor, u ham oilasiga vaqt ajratish kerak-ku. Menga yuribdi-da. Ishga bormasdan javob so'rayapti, kelyapti. Aka, men oling, yana gap. По-любому berishingiz kerak. O'sha bola men bilan ishladi. Sразу ishga tushib ketdi. Как раз shu bola ham ko'ryapti, juda zo'r bola. Hozirgacha ishlaysiz? Yo'q, hozir o'sha ketgan. Как раз stanoklarni oldik, sotib oldik, hali akfaromlar qilyapman. Stanoklarni qo'yib qo'yganman, hammasini upakovka qilib qo'yganmiz, salafanlar bilan o'rab qo'yganmiz. Hali boshlamadik. Endi 2018-yilning boshida boshlaymiz davomimizni. U bola avariya bir mashina urib ketyapti-da. Mashina urib ketyapti, keyin ko'rgani boryapmiz. Ingrediyatda bir oycha qatnadik. Yaxshi bo'lib ketdi. Ishga chiqdi, sekin boshladik. Matrasda bildim, shu ishlayapman, yaxshi. Keyin uvering bo'lgandan keyin akfamni yopdim. Uvering bo'lgan. Kapital yig'di. Qanday shu savolni bermoqchi edim. Mana hozir ishingiz ketib turibdi, akfa ketib turibdi. Nimaga aytyapsizki, bitta darajaga chiqdim, rivojlanish bo'lmayapti dedingiz. Qaysi payt bilish kerak? Boshqa yo'nalishni qaysi payt o'zgarishni? Uni matrasda o'sish borligidami? 2 oy ishladim-da. 2 oy ishladim. Birinchi oyda sразу $1,500 foydaga kirdim. Ikkinchi oyda $2,500 foydaga kirdim. Bilyapman, уже sразу уже zakaz, klient, potensial bor. Bozor bo'sh. Xudo'ma, bo'ldidoma, akfani уже yopamiz bo'lma. Уже sразу uni yopdik. Bor kuchi yo'qdagi bolalarimni ham bu yoqqa tashladim. O'zim bilan bir komandam bor. Ular ham kirishdi bu yoqqa. Bo'ldi. Faqat fokus matrasga ketdi. Akfa biznesidan oyiga qancha chiqardi foyda? 4 dan 6 minggacha. 4 dan 6 minggacha yangi shu kirib kelgan matras. Sezon bormi, yo'qmi farqi yo'q. 4 dan 6 gacha har oy. Matrasga endi kirib kelyapsiz, bu yerdan o'sha birinchi chiqayotgan foydadan summasi $1,500 foyda, bir oyda bo'ldi, ikkinchi oyda $2,500 bo'ldi. Uchinchi oyda $4,500 bo'ldi. O'sha ikkinchi oyda men akfani yopdim. Akfa unaqa dinamika bermaganda, to'g'rimi? O'sish yo'q. Men aytmoqchiman, akfada boshlaganingizda oyiga sразу 1,5 kelmaganda o'tgan, to'g'rimi? Da, sразу kelmagan. Oyiga 800 ming, 1,5 ming. Bo'ki qarasangiz sразу 1,5 kelyapti. Da. Talab bor, o'sish bor. Bo'yapti. Plus bitta narsa, akfani ishlab chiqarsangiz, masalan, 3 ta rom ishlab chiqaraman, bitta kvartiraga rom yasayman desangiz, unga masalan 3 kun, 4 kun vaqtingiz ketadi. Bitta 2 ta matras zakaz olsangiz, unga sizni texnologiya zo'r bo'lsa, komanda zo'r bo'lsa, 15-20 minutda matras tayyor bo'ladi, dostavka qilib berasiz. Tushunasizmi? Narigi odam sizga 2 kunda tayyor bo'ladi dedi matrasda. Da, 2 kunda bo'ladi. Ammo shunchalik darajada uni liniya qilib, uni sistemalashtirsa bo'ladi, uni tezlashtirsa bo'lishini bilyapman. 15 minutda bitta matras ishlab chiqarishni bilyapman. Bir kunda nechta matras ishlab chiqaraman? O'zim shu ishlayapman-ku, o'sha bilyapman. O'sha tepasida protsessdamiz o'sha производствоda. Уже bilyapman, уже nech pul, nima, hisob kitob, hammasini oyga ko'paytiraman, yilga ko'paytiraman, deyman, yana ketdi. Mana shunaqa. Shu bilan kirib ketganmiz. Matras mana shunaqa qilib kirib kelganmiz. Bu
nima deydi, yana men bu narsani yana ko'p aytaman. Bu mana yoshligimda mana do'konlarda ishlab yurardik, mana shu onam bilan qarashardim, do'konda ishlardim. Prilavkada pastda xulirdim-da. No, ichimda bitta narsa bo'lardi, no men boyib ketaman. Ichimda shu narsa aylanib yuraveradi. Men bir kun kelaman, boyib ketaman. No, qanaqa, lekin aytaman yana to'xta deyman, bu hamma yoshlarda kallasida shu narsa aylanadi miyasida. Что u boy bo'ladi bir kun. Может быть, hammada shunaqa. Deyman, no, xudoyim shu uspakoyit qilar ekanda, men ana qiyin paytlarimda shunaqa tinchlatib qo'yar ekan, что sen shoshmay tur. Sen shunaqa payt keladiki, sen shunaqa boy bo'lasan, millioner bo'lasan, senga pulli qizig'i bo'lmay qoladigan payt ham kelar ekan. Mana xudoga shukr shunaqa paytlar keldi. Menga hozir endi pul u birinchi darajada emas. Menda boshqa narsani birinchi darajaga o'tib qo'ygan. Shu narsani men xotirjam qilardiki, men yana uspakoyit qilardim. Men yana jim xotirjam bo'lardim. Yana shu narsa ichimda aylanaveradi. Kimdirga aytganmisiz shu ichingizdagigina birinchi bo'lib? Yo'q, mana shu hozir mana endi aytyapman. Mana hozir men aytmoqchiman, mana boshida millioner bo'lishingizga misol uchun niyat qilgansiz, ichingizdan, to'g'rimi? Kimgadir oyi yoki o'rtoq, men millioner bo'laman deb ichingizga aytmaganman. Aytmaganman-ku, bu men o'zim bilmayman, orzu qilmaganman. Menga bu narsani aytmaman, ichimda aylanadi. Men katta bo'lsam, bilmayman, menda ko'p pul bo'ladi. No, qaysi nishada, qaysi biznes qilib ketaman, miyam kelmasdi. Men o'ylardim, nima bilan shug'ullanaman, men nima biznes qilaman derdim. Hozirgi paytga kelib men shu narsani bildim, что men matras biznesida millioner ham bo'laman, boshqasi ham bo'laman. Boshqa narsaga fokus ham qaratmayman. Chunki undan oldin boshqa bizneslar qilganman, fokus qochadi. Bitta narsada ketsangiz, ming xil bersangiz, o'sha narsani o'stirsa bo'ladi. Uni ham bilaman. No, ichimdan aylanadi shu narsa. Nima deydi, xudoyim menga shu narsalarni ichimga solar ekan, tinchlantirar ekanki, sen bir kun kelib boyib ketasan, uspakoyitsa qil, yaxshi. Shu yerda yotibsan, prilavkada uxlayotsan, onangga qarashyapsan, erta Yangiobodlarda chiqib ishlayotsan. No, men yoshligimdan ishlardim. Meni o'rtoqlarim uyda 10-11 gacha uxlasa ham, men ertalab 5 ta turib ishga ketardim. Tushunasizmi? Men yomon uyqum kelardi, ishonasizmi? Okay. Soat 5 ta nechida yotardingiz o'sha paytda? 10-11 da. 10-11. 5 ta yana kakishda uyg'onadi. Uyg'onib yana ishga borish kerak, chunki ishga bormasam endi onamga qarashim kerak, uyga ro'zg'or qilish kerak. No, bir kun ana nima o'ylardim, mana nimaga o'rtoqlarim uxlayapti mazza qilib, men ishda yuribman-da. O'rtoqlarim mahallada mazza qilib o'ynab yuribdi, men ishda yuraman-da. Tushunasizmi? Shu narsalar nima deydi, shu narsalar bo'lish kerak ekan. Men hozir mana xudoga shukr, men endi ishlamayman ham. Qichqatda oldindagi. Endi savol tug'ilyapti. Mana eshitganman, juda ham haqiqatan qiziq istoriyalar. O'sha taksi qilishni boshlab, telefonni yo'qotganingizdan keyin o'sha Akfada ishlab turib, keyin o'zingiz отдельно chiqib ketib, cho'ntakda $100 bilan Akfa biznesini ochib, u yerda yana 1 yil aylangan o'sha biznes. Akfa. 1 yil o'sha 2 yil aylantirib, o'sha yerda o'sha 25 yoshingizda ochyapsiz Akfani. Akfa biznesidan matras biznesiga o'tib ketyapsiz. Sizga oyiga 4,000, 4,5 olib kelayotgan biznesdan yangi biznes turini boshlaysiz, stabillanayotgan joyiga ko'ra. Yon atrofdan qanaqadir savollar bo'lganmi yoki kritika bo'lganmi yoki podдержка qilishganmi ular sizning fikringiz bo'yicha? Ha. Oyiga mana stabilni 4,000 ishlayapsiz. 4,000 ishlayapman, pulim bor, hammasi bor. Bu biznesni qilmoqchiman, maslahat so'rayman. Uni ko'rgan odamlarimdan, o'zim aqlli deb biladigan odamlarimdan so'rayman. Bilasizmi, bu narsa hamchi bir Xudoning bitta bir marhamati-da. Bitta okadan so'rayman, u aytayotdiki, matras biznesini qilmoqchiman, qilsam bo'ladimi desam, zo'r biznes deyapti. Men eshitdim shu biznesni deyapti, qilgan deyapti, zo'r biznes. Men ham qiziqaman deyapti. Bu Xudoim. Keyingisidan so'rayman. U ham aytayapti, zo'r biznes deyapti. Men motivatsiyam buxun ko'tarilyapti. Uchinchisidan so'rayman, u ham aytayapti. Tamam, bittasi yetmayapti deb uni sota olmaysan. Hozir aytishyapti-ku, mana biz videolar qo'yganmiz, matras biznesini ishlab chiqarsak, shuncha pul topsang bo'ladi. Biz realniy YouTube'ga planlarigacha ham qilib berdik. Qancha pul topsa bo'ladi? Men qizg'anmayman, konkurensiyadan qo'rqmayman. Karvon uzun rizqi bo'ladi deyshadi-ku. Ular bo'lmaydi, bu o'lgan biznes, hamma o'lyapti. Ammo o'lsa 300 ming yevroga Turkiyadan, Yevropadan men оборудование sotib olib, hozir matras zavod, SNGda katta zavod qilmayman-ku. Men o'zim nonimni yarimta qilib sizlarga ham yetmayman-ku, okalarim. Shunaqa. Voy, g'alati-da, mayli. Просто tak siz yaxshi bo'lgansiz, odamlar ham yaxshi bo'lsin deb ichingizdagiini aytsangiz bir xilgina tushunmaydi-da. Aytishganda, mana shu narsa hozir aytyapsiz-ku, u sohaga o'tyapsan, kimdir neto gap kritika bo'lmaganmi? Bo'lmagan-da.
Faqat shu narsani xudoyim ham xohlaganki, shu odamlarga ko'rishtirgan mani shu borsin shu nuqtagacha, shu biznesni qilsa, shu biznesdan bo'ladi bu o'sha orzulari, hamma o'ylagan narsasi shundan bo'ladi degan narsalar mana shuni kelib chiqyapti-da. Nima deb o'ylaysiz? O'zingiz bilgan holda, agar kritika bo'lganda orqaga qilarmidingiz? Yo'q. Bo'lmas. Yo'q. Chunki baribir qilardim. Chunki aytmoqman, matras biznesini qilgandan keyinchi men ko'p biznes ishlab qilganman. Men mexki mebel ham ishlab chiqarganman. Gul sotganmiz, gul biznesini qilganmiz. Yana производствоlar qilganman. Mayda-chuda men ishlab chiqaruvchiman-da. Men ozgina narsa ishlab chiqaraman, zerikib qolaman-da u biznesdan. Keyin yana boshqa bizneslarga uraman, fokusim qochib ketib qoladi. O'zingizga ishonch bo'lganda, bilasiz, to'g'rimi? Men tadbirkor uchun ishonch qanchalik muhim, qanaqa uni ko'tarsa bo'ladi? Mana shu narsalardan o'tish kerak deb o'ylayman. Men o'tgan narsalardan o'tsa, уже уверен, любой narsa qilaverasiz, u qo'rqmaysiz. Nima deydi, boshida pul uchun biz kirganmiz biznesga, pul yaxshi pul toping, yaxshi uy-joy qiling, yaxshi mashina haydang deganingizdan keyin o'sha yaxshi uy-joy qilasiz, yaxshi mashina qildingiz, pulingiz bor, o'sha bo'ldi, o'sha maqsadingizga erishdingiz, orzu tugadi-da. O'sha o'ylagan anaqangiz unga yetib bordingiz. O'sha keyin o'sha nima deydi, do'dirab qolasiz. O'sha hamma narsa bo'ldi, o'sha mashina ovozsiz ham o'sha emotsiya yo'q, o'sha unaqa narsa yo'q. Oldingi Matiz olganimdagi yoki Cobalt olganimdagi. Keyin o'sha boshqa narsalardan o'ylashni boshlaysiz. O'sha boshqa narsalardan kampirishni boshlaysiz. Faqat pul emas hayotda deb o'ylaysiz. O'sha chunki boshida yaxshi yashash uchun pul deganmiz. Pulga yetishgandan keyin u narsa o'sha pul emas ekan deb bildik. Qanchaga yetishgandan keyin? Qanaqa summaga? Qanaqa summadan keyin shunaqa внутренний спокойствие kelishni boshlaydi? Million. Да. Birinchi milliondan keyin o'sha bo'lish spokойно. Men o'sha narsani ham Google'ga unda yozdim-da. O'sha million bo'lganda unda ChatGPT bo'lmasdi. Qachon odam qancha puli bo'lsa millioner bo'ladi deb yozsam, kimda million dollar puli bo'lsa bo'ldi, u millioner. O'qidim, o'sha men millioner ekanman. 2019-yil. 2019-yil, где-то 30 yoshsiz. Da. 30 yoshingizda o'sha birinchi millionga chiqdingiz. Birinchi mashinangiz qanaqa edi? Birinchi mashinam Matiz. O'sha kiradan boshlangan paytlar. Matiz. Necha yoshdan boshlagandingiz kirani? Yo'q, men 18 yoshda mashinam bo'lgan, Matiz bo'lgan. Aytaman-ku, yoshligimdan savdoda ishlaganman, do'konda ishlaganmiz. Menga birinchi mashinamni olishga onam yordam bergan. Matizda ham shu onam pul yig'ib birga ishlaganmiz, onam bilan. O'sha do'konda yig'ib menga onam yangi salondan Matiz olib bergan. Yangi. Xo'p, endi qarang. Matiz dedingiz, keyin Cobalt keyingi mashinani eshitdim. Undan keyingisini hali eshitganim yo'q. Qarang. Matiz bilan hozir Cobalt yurayotgan odamlarga nima derdingiz? Agar o'sha paytda siz o'zingizni ko'rganingizda nima derdingiz? Hozir ular ham taksi qilyapti. Hozir mana Yandex ishlayapti. Ular ham bu narsa qiyinchilikdan chiqadi-da. Bu narsaga chiqish motivatsiya kerak ekanda. Odamda qanaqadir kuchli motivatsiya bo'lmasa, mana shu og'ir ahvolga tushmasangiz, men chunki tushganman. Mana shu kashaga pul topa olmay, yangi uylanganimda, qizimda bunaqa больницаlarga, reanimatsiyalarga tushgandan keyin bu hayotni o'zi shu narsaga olib borib qo'yyapti-da. Что bu narsa hammasi taqdirimga bitirgan, hammasi yozilgan o'sha. Bu narsadan keyin men bu narsaga yetib boraman. Keyin u yog'i o'sha ketaveradi. Qo'rqmasdan risk qilish. Ular ham shu holatda yuribdi, bemalol yurish kerak. Xudoyim o'zi ko'ngliga soladi, kimdir nimani xohlasa, kimgadir. Nimadir xohlasa o'sha orzu bo'lib kelaverar ekanda. Orzu bo'lib keladi. Men ko'p orzu qilardim, ko'zimni yumardim-da, orzu qilardim plyajda nima deydi, qani kokos tagida, palmalarning tagida yotibman-da, imamnaqa bo'lardi-ku, bunaqa uchadigan. Barim? Yo'q, ikkidan qilingan, yotganda uchib o'tiradi-ku plyajda o'rtasida. Gamak. Gamak. O'shanda tasavvur qilardim, ko'zlarimni yumardim, tushunyapsizmi? Vizualizatsiyada ekan. Ha, tasavvur qilardim. Shu narsalar Xudoga shukr borgan, plyajlarim hamma yoqda. O'sha joylar mana hozir shu videolarni ham qo'ysak bo'ladi, bor shu videolar ham. Realni shu narsalar bo'lganda, birinchi meni orzu ko'zim oldiga kelgan, keyin mana shu narsalar amalga oshgan. Hammasi. Mana hozir ham Xudoga shukr, yana ko'z oldimga mana Xudoyim ko'nglimga sovatdi, yana bitta katta biznes proyektlar boshlab qo'yganmiz. Juda ham riskovniy ish. Shunaqa xotirjamlik bilan qolman. Hozir unga u to'g'risida aytib berasiz. Sizning siz gapingizdan aytsa bo'lar ekanki, odam komfortga baribir intilishi kerak ekan. To'g'rimi? Balans qayerda komfortga intilib yashash bilan shukr qilib yashash. Bir kimdirlar shukr qiladi, holati uncha yaxshi emas, shukr qilib yashayveradi.
sizda ham shunaqa bo'lgansiz, ham shukur qilgansiz, lekin komfort to'g'risida ham o'ylagansizda. Ko'p o'ylayman. Balans qayerda shu yerda? Siz aytayotgandek balans deyotganingizda shukur qilib men o'ylamaganman. Men faqat darshi intilganman o'sha narsalarga, orzularimga, yengilligiga, mana shu hayot har xilligiga. Mana shu nima deydi, yaxshi yashashga, pulim bo'lsin, hech narsadan kam bo'lmay. Oilam, pulim kam bo'lmasin, shu to'qchilikda katta qilib bolalarimni ham, oilamni, onamni orzu havaslari, chunki birga do'konda ishlardik, birga o'tirardik, mana shu do'konda o'tirsam, bolam uchastkamiz bo'ladimikan, biz qachongacha domda yashaymiz mana shu. Mana Xudoga shukr, mana uchaska qurdim. Zo'r mahalladan. Endi yaqinda mana hali bitmadi. Onam tug'ilgan kunlari aprel oxirida niyatim bor o'sha bitirishga. Hozir ustalarni ham tezlashtirmoqman. Surpriz qilib onamga mana shu mana ona sizga deb podarka qilib anaqa qilishga. Bir oilada bo'ladi, bitadi. Xudo xolasa oy oxiriga bitish kerak. Rasmlar bilan bo'lishasiz bo'lmasa. Nima ulgurishadimi, ulgurishmaydimi bilmadim-ku. Onam o'shanda mana kelamiz, qaytamiz, uyda orqada xotin bola chaqam, onam oldimda o'tiribdilar. Mashinada uchastkadan chiqdik mana. Bir hafta bo'ldi. Yuringlar ko'rsatib kelaman. Protsessi qaysi darajaga yetdi uyimiz? O'sha bitib qoldi 80%, 20% qoldi. Qaytamiz. Bu anoda onam menga qarab turibdilar, ko'raman, ko'zingizni bir chekkasidan ko'rinadi, mana qarab. O'g'lim yaxshi ham san tuqqan ekan, mana debdi. O'shandan keyin ishonchingiz yanada o'zingizga o'sha aniq qilib ketasizda. Endi do'konda o'tirib bu orzular qilganmiz-da, onam bilan birga. Kelavinglar, akangiz, ukangiz, akam bor, opam bor, ular отдельно chiqib ketishgan. Ularning o'zini hayot onam ham bilan turadilar-da. Tushunasizmi? O'shanga birga orzular qilganmiz, shunaqa mana shu narsalarga yetishdik. Shu narsalar bo'ldi. Oddiy biz mana sayuspechat, ruschasiga matbuot. Hozir matbuotlar ham yo'q bo'lib ketdi. Oldin internet bo'lmasdi, oldin gazetada reklamalar bo'lardi. Hamma reklamalar, частный sektor, неделья degan gazetalar uchardi. Hozir o'sha ishlar ham o'lgan, yopilib ketgan. Siz sotardingiz uni? Biz sotardik. O'sha narsada ishlab turib, mana shu do'konda ishlab, sen shunaqa bo'lasan deb o'ylamagandim, o'g'lim deyiladi. Men o'qimaganman, 9ni bitirganman-da, kollejdan ham qayta borishgan. Tushunasizmi? Bu ana nima deydi? Hammasi nima desa bo'ladi, halollikda. Onam ham bizni halol yedirganlar, halol mehnat qilganmiz. Dalshi o'sha halollikni ham onamdan ko'proq olganman, otamdan ham. Halol bo'lishni, odamlarni aldamaslikni, bizani haligacha aldab ketishadi. Shunda olaman, tashiyman, ketaman dalshi ham. Aldovsi, o'z yo'liga hammasi. Biz dalshi yana ketaveramiz. U melish bilan ular boyib ketmaydi, men kambag'al bo'lib qolmayman. O'tmani savolim bor, aynan biznes bo'yicha. Sizning fikringiz bo'yicha, biznes bu omadmi yoki biznes bu muomalami? Chunki deganda eshitganman stereotiplarni, qaysidir biznesmenlarning ishi o'xshab ketsa, omadi kelibdi, lekin u inson bilishmaydiki, hayotda nima situatsiyalar bilan uchrashgan va qanaqa, misol uchun, tanish bilish qilib muomala madaniyatini yo'lga qo'yib nima ko'tarilgan. Omad yo'q, muomala. Muomala. Men hayotimda shunaqa deb o'ylayman. Qolganlar nima deb o'ylaydi bilmayman. Menga muomala, yoshligimdan to'g'ri muomala qilib, odamlarni men o'zimdan kichkina bo'lsa ham siz deyman, masalan. Men o'zimdan kichkina bo'lsa ham 15 yoshgina, lekin men sansirashga tilim bormaydi. Chunki men yoshligimdan, men o'zim kurashchi bo'lganman, baret. Trenerimiz jo'ski trener bo'lardi, yomon urardi. Biz derskiy bo'lganmiz yoshligimizda. Ular 21 17 yoshim, 16 yoshimda men Vo'lniy barbaga borgan bo'lsam, 23 yoshimizgacha ham trenovka qilganmiz. 23 yoshimizgacha trenerimiz bizani shunaqa jo'ski edi, biz shunaqa derskiy bola edik. Muomala bo'lsin derdi-da, urardi. Muomalamiz bo'lmasa, muomala qilmaysanlar deb urardilar-da. O'sha bizda shu narsa qolib ketgan. Muomala. Sen muomala qilgin, ilon inidan chiqadi derdi. Rostdan ham bu narsa bor narsa-da. Любой joyda muomala qilardik. U ответ sizga zo'r natija keladi. Mana siz millionli biznes egasi, значит, onalarga, otalarga o'z o'g'lini sportga berishni tavsiya qilasiz, to'g'rimi? Bu disiplina, nima deydi, hayotda irodali bo'lishga yordam beradi. Chunki iroda deganda ham, trenovkani ham bizning trenerimiz juda jo'ski edilar-da. U unaqa trener bitta edi, u yomon urardilar-da. Men tug'ilgan kunimda shunaqa urganlar. Men bugun tug'ilgan kunim, nima deydi, urmasalar kerak deb ozgina erkalanib, ko'rsatayotgan priyomlarni qilmadim deb boshqa priyom qilib oldim, ko'rib qoldilar. Bu yoqqa dedilar, "Nima men aytgan priyom qilmayapsan?" dedilar. Mashinaga tushib qoluvdi, shunda qilib oldim dedim. Bitta urdi mana shu dumalarim. Dedim, "Bugun ham kalti erkanman" deb. Ishonasizmi? Barsovka bor. Barislaniki. i6. Shu qizil bo'lardi ularda.
shu o'sha rang yuzimga tushyapti-da. Jirs. Mana shunda bosyaptilar-da. Labim уже chunki kaltayaverib уже bezilib ham ketganmiz, nima deydi? U kaltalar уже bizga anaqa emas. Qo'rqinchli emas. Qo'rqinchli emas. So'ksalar yig'lab olardim men. Men imminni so'ksalar, baqirsalar, men sal emotsionalliroqman, yig'lab olardim-da. Ursalar yig'lamasdim. Undan ko'ra urgan yaxshi. Undan ko'ra urganlari yaxshi. Chunki so'ksalar qalbga, yuragiga tegizib so'kardilar-da. Uryaptilar-da, bugun ham tug'ilgan kun bo'libdi. O'sha kuni kechqurun keyin yana o'tirimiz, tug'ilgan kun qilib choyxonada, o'zlari tug'ilgan kun qilib, yana urib elkalab qo'yardilar. Shunaqa endi unday otamiz yo'q, mehr ham kerak bo'lardi. Biz ham ota, ham trener shu odam hayotimdagi nima deydi, mana shu katta rol o'ynagan tarbiyada. U odam shunaqa meni qattiq ushamaganda, men u xarakterlarimiz bilan, u derskiy xarakterimiz bilan biz ko'chada yurardik, может быть, nimalardir qilib ketib qolardik-da, yomon yo'lga kirib ketib qolardik balkim. Bilib bo'lmaydi. Даже sudimistimiz ham yo'q-da. Shuncha ko'chada yurib, qilganmiz yoshligimizda, urushganmiz, urushardik. Shunaqa bo'lardiki, chiroyli chiqib ketardik. Hech qanaqagacha bormasdi. Ana dedingiz, 9 sinf o'qiganman, keyin o'qimaganman dedingiz. Misol uchun Umid Ergashev FIDAP asoschisi aytadilar, men ham o'qimaganman, lekin bolalarimga hammasiga o'qi deyman, chunki men agar yaxshi o'qiganimda ketkazgan 10-15 yilimda qilgan katta ishimni 7-5 yilda qilgan bo'lardim deydilar. Siz bolalaringizni qanaqani o'qiysiz hozir? Qanaqa tarbiyalaysiz? Men ham shu o'qitaman. O'qitasizlar? Mana xuddi shu Umid akaning fikrlariga 100% qo'shilaman. Chunki mendagi qiynalib, urilib, turtilib, surtilib, men может быть boshqa yo'lga kirib ketib qolardim. Meni bolalarim ham shunaqa bo'lmasin-da. Dunyoviy ilmni ham qolgan ilmni ham bermoqchi. Xavf yuqoriroq-da. Men daka riskovat qilishni xohlamayman, chunki ular nima qiladi riskovat qilib? Men ularga million pul tashlab ketmayman. Faqat ularga ilm beraman, bo'ldi. Qolgan narsani o'zi olib oladi. O'zi yetsa, mana shu narsani sotib olib, oddiy narsani, telefonni sotib olib, birinchi mashinasini sotib olsin, mazza qilib kayf qilsin. Birinchi telefonni sotib olsin, birinchi uyini sotib olsin o'zi. Biz o'zimiz uyimizda qolamiz, ular o'ziga uyiga chiqib ketaversin xotini bilan. Chunki nima demoqchiman, bolalarga pul tashlab ketish ham bo'lmaydi. Ularga ilm berish kerak, ularga investitsiya qilish kerak, tiqish kerak, pulni berish kerak. Men o'ylayman, pul berish kerak emas. Ular o'zi yetsin. Menga o'xshab, ular ham olsin, qiynalib, mazza qilsin, shuni qadriga yetsin. Qizingizgachi, qizingizga uy-joy qoldirasizmi? Qiz bilasiz, ular sal ojizlarroq bo'ladi, ularga endi anaqa qilmasak bo'lmaydi. U boshqacha ular. Ularga klinika qilib berasiz menga deydi. Oyisida yo'q, Mercedes olib berasiz, senga Mercedes olib beraman qizim deyman. Boshqa nima deymiz? Chunki men qiz bolani sevaman. Qiz farzand bu menda birinchisi qiz, ikkita o'g'il. Uchinchisini ham qiz kutdik, u ham o'g'il bo'lib qoldi. Xudo xolasa, Xudoyim bersa, uchinchisi bo'lib qolar qiz. Qiz farzand boshqacha. O'zi intervyularida eshitdim-da, shu qiz bilan yosh ko'raman deb. O'zimni ko'rib, aniq qildim. Baxtiyorga men ham shunaqa bitta o'g'il, bitta qizim bor. Qizga bo'ladigan mehr boshqacha. Assalomu alaykum adajon deb yugurib keladi, kelishingiz bilan quchoqlab oladi. O'g'il bola xuddi o'zimizga o'xshaydi. Oldin adamiz kelsa ham o'tiraveradi, xomira. Assalomu alaykum deb berishadi. Tap etib, "Nima olib keldingiz, yoshchasi bo'lib qaytgan." Xonasiga televizor ko'rib o'tiraveradi. Mana shunaqa edi. Qizingiz quchoqlaydi, adajon deydi, "Men bunaqa qildim" gapiradi. Mana shu masala bo'yicha bitta videoingizni ko'rdim. To'shta uylanmagan bolalarga maslahatim uylanish dedingiz. Nima sababdan? Mana sabab menda. Qiyin ahvolga tushadi menga o'xshab. Chiqadi shu anaqadan. O'sha videoda ham aytishganda, men uylandim, ana yaxshi bo'lmadim. Uylandim. Ayolingiz qanaqa ta'sir ko'rsatgan sizga? Motivatsiya berishga, ayol kishi bo'lmasa motivatsiya berish kerak-ku. Nima deydi, ayol kishi shoshmang, hali zo'r bo'ladi, hali bundan ham yaxshi bo'ladi. Siqilmang, o'ylamang. Bu gaplar erkak kishiga eng kerakli gapdir, ayollardan. Hali shoshmay turing. Kerak bo'ladi. Siqilmang, bu narsalar o'tib ketadi. Hali bu narsalarni ko'rmagandek bo'lib ketasiz degan ayol bu eri любой narsani yorib yuboradi ko'chaga chiqib. Superman. Superman. O'shaning uchun kommentariyada ham bittasi yozibdi-da, "Men uylandim, bo'lmadim." Может быть, siz ayolingiz motivatsiya bera olmagandir yoki siz ayolingizga motivatsiya bermagandirsiz. Endi u meni anaqa emas-ku. Lekin men nimaga u gapni aytdim? Men o'zim uylanganimdan, qiyin ahvolga tushganimdan, yaxshi natijalarga chiqqanimdan aytdim. Siz shu narsani sizlar bilan bo'lishdim.
lekin man o'sha yerda 20 sekundlik videoda man o'zimni hamma narsamni aytib bera olmadim. Lekin sizlar kommentariyada mani hayotimni hal qilib qo'yyapsizlar 20 sekundlik videoda. Sen Xudoni esga olmayapsan. Sen Xudo qalbda bo'ladi. Bu har doim gapda bo'lmaydi, bu amalda bo'ladi. Bu qilayotgan ishimiz o'zimiz bilamiz, birga bir javob beramiz. Ну, hozir raqobatlarga ham o'tamiz. Raqobatlarga qanaqa qatnashganligingizni aytib o'tdingiz. Shuning bo'yicha heyterlar ham xuddi shunaqa anusiz, qatnashgandasiz. То есть sizga farqi yo'q. Xo'p, значит shunday matras anusiga o'tdingiz. Endi birinchi magaziningiz haqida aytib bering. Men Parkenskiyda birinchi magazin ochdim. Voy, zo'r bo'lgan. Qanaqa qiyinchilik bo'lgan? Ha, shu joyda bitta akamiz ham bor. Millioner akamiz. U aka bilan ham просто tak muomala gaplashib tanishib olganmiz. Qanaqa bo'lgan? Men shu biznesga kirdim, o'sha ishlayman matras biznesida. U akani o'zlari telefon qilib qoldilar. O'zi telefon qilib qoldi, puli bor odam. Telefon qilib qoldilar, studio predlagat qilyaptilar. Men endi hozir ishlatayotgan studiomizni bilaman. Aka, mayli gaplashamiz deyman. Как раз u studio tortilib qoldi, biz ishlayotgan, u aka esimga tushib qoldi. Nomerini saqlanib qo'yganman lekin. Telefon qildim, aka, mana shunaqa. Ha, bor. Berasizmi? Beraman. Xo'p. U aka bilan shunaqa chiqishib ketib qoldik. Gaplashyapmiz. Har kuni 2 soatlab gaplashamiz, 3 soatlab gaplashamiz. Ko'rishaman, men Baxtiyor deyapti. Men arendada, men haligacha arendada $20,000 arendalarim bor deyapti. Menga motivatsiya bo'lyapti bu. Arenda. Men arendadan qo'rqaman. $1,000, $1,500 bitta magazinni birinchi ochishim kerak. Men undan qo'rqaman. Nimaga? Chunki matras sohasida showroom qilish kerak, klientlar kelib yotib ko'rish kerak. Men klientlarimni sexga chaqiryapman. Ular zo'rg'a topib kelyapti. Sotyapman. Lekin bilyapman, showroom qilsam yana ham meni savdom oshadi. Men $1,500 u narsaga tikish uchun, men riskovat qilish uchun qo'rqaman, cho'chiyapman, arendaga joy olish uchun. Tushunyapsizmi? Qo'rqaman, lekin menda foydam bor, lekin bilaman to'layman. Cho'chiyapman. Bir xonali uy sotib oldim. Pulim bor, $26,000 ga bir xonali uy Sho'lixovadan yo'l yuzidan sotib oldim. Как раз OLXda chiqib qoldi, qidirib o'tirdim, chiqib qoldi. Choli kampir o'g'li bilan sotayotgan ekan, sirasi sotib oldim. O'sha yerdan qilmoqchiman. Qilaman deb turgan paytimda ustalarga 1 million so'm zalog berganimda, o'sha u aka aytdi, bekor olibsan. Undan ko'ra $1,500 ga arendaga ol. Tayyor joy remontingga hozir necha pul ketadi? 8,000 ketadimi? Mana 8,000 ketadi. Yo'q, 10,000 ketadi remontingga. Uni necha pulga olding? 35,000, 36,000 ga tushyapti senga. Sen nima qilasan shuncha pul tikib o'tga? Undan ko'ra $1,000 tikkinda o'xshamasa yopib ketasan-ku, deyapti. O'sha $35,000 o'xshamasa, men $1,500-$2,000 atib ol. Sen yana $33,000 puling qoladi-yu, deyapti. Moliyaviy soat qoladi, deyapti, to'g'ri. Ha, u menga motivatsiya beradi. Men deyapti, $20,000 arendam bor, deyapti. 10,000 bu yoqqa beraman, 2,000 bu yoqqa beraman uchun. Voy, rostdan ham deyapman. Zo'r deyapman. Sraz anoni qurish to'xtat, aka 1 million pulimga roziman, zalog kerak emas deyapman. Nimaga deyapti? Yo'q, kerak emas, boshqa qurish qilmayman. Uyga sraz продавец ilyapman, sotaman. Sraz Parkenskiydan Novostroykalar yangi domlar tushgan. Qarayapman, qidiryapman, bitta joy chiqdi. 95 kvadrat joy chiqdi. Egasini chaqirdim, aka ana qilib shu yerda ham muomala mana haligacha mana o'sha 6-7 yil bo'ldi. O'sha birinchi magazinimizga haligacha ishlaymiz birga. Haligacha o'sha magazin bor. Arenda, haligacha arenda. Nomi nima joyi? O'sha Parkenskiyda dedingiz-a? Parkenskiyda, mostdan shundoq chiqqan, mostga yetmasdan, korzinkaga yetmasdan 10 qo'lda lyuks matras deb yozib qo'ygan. Novostroyka. O'sha yerdan ko'p o'taman, endi qarab o'taman o'sha yerga. Lyuks matras deb yozib qo'ygan. Ko'ring, oq bilan. Matras ham oling kirib. Xolos. O'shanda o'tni boshladim. Birinchi o'sha tepaga reklamalarni boshladik. Reklamalarni qildim. Ichkariga kravatlarni zakaz qildim. Matraslarni o'sha qo'yganmiz. Yakshanba kuni oppoq remontlar bor-ku, ana hozirgi remontda, oldingi remontda ham rasm bo'lsa men sizga ko'rsataman. Oldingisi oddiy oppoq deb, hozir endi chiroyli qilib qo'yganmiz endi. Ha. Kursiz boshlovimiz matraslar yerda turibdi. Men endi riskovat qilaman-da endi. $8 ga arendaga oldim. $8 berdim boshiga. Kravatlarni taxlayapmiz, matraslarni qo'yamiz. Yakshanba kuni 8 ta odam kiryapti. Просто tak reklamani ko'rib kiryapti. 8 tadan 4 tasiga sotyapman. Men shunaqa xursand bo'lib ketdim. Ishonasizmi? Mazza qilyapman-da.
Просто lyuks matrasda o'qib kelyapti. Da, Reklama yo'q, hech qayerda. reklama yo'q, hali hech narsa qilmadik. Plus internetdan o'tdan bu yerdan klientlarim ham telefon qilsa ham hali o'tib yetmayapman, hali kelyapman demayapti. Просто tak ko'rib kiryapti odamlar. Shunaqa mazza qildim. Lokatsiyalarni ham точный zo'r tanlaganimga xursand bo'lib ketdim. Hayotimda hozir 11 ta do'kon qilgan bo'lsa, bittasi Qirg'izistonda, 10 tasidan 5 ta lokatsiyani zo'r tanlaganman-da. 5 tasini yaxshi tanlamaganman. Bu hamchi lotereya-da, lokatsiya tanlash. O'shaning uchun bu sizga yoki zo'r tanlaysiz lokatsiya yoki tanlamaysiz. Shunaqa. Parkinskiyda o'sha yaxshi tanlaganingiz uchun yaxshi ketgan. Zo'r. Xudoga shukr. Lokatsiyalar to'g'risida hozir 11 ta magaziningiz Qozog'istonda ochmoqchimiz dedingiz. Uni ham aytdingiz. Qirg'izistonda bitta franchiza bor dedingiz. Qolgani O'zbekistonda. O'zbekistonda. Toshkentdan faqat. Toshkentda 5 ta showroomimiz bor. Namanganda bor, Samarqandda bor, Qo'qonda bor. Tak uy bo'l. Shu hammasi. Qozog'istonda ochmoqchimiz deyapsiz. Qaysi hozir bosqichdasizlar? Qozog'iston hozircha to'xtab turibdi. Chunki mana bunaqa ekanda, biznesda mana Hojakbar siz o'rtog'ingiz ham taniysiz. Biz mana o'tiramiz, gaplashamiz, planlar qilamiz, mana qilamiz, bu yerga chiqamiz deymizda, protsessda boshqa o'tib ketib qolamiz. Qog'ozda boshqa narsa. Boshqa o'tib ketib qolamiz. Nimaga? Shu biznes shu narsa ekanda, qilaman, buni qilamiz derkansiz, hayot o'zi sizni boshqa yoqqa borib qo'yadi. Hozir biz Qozog'iston qolib ketgan boshqa yo'lda yuribmiz-da, o'sha вообще. Planlarimiz boshqa joyda edi. Eksport franshiza edi, hozir boshqa joy. Yaxshiroq imkoniyat chiqdi, o'sha fokusingizga qaratdi-da. O'tga qarab ketaverasiz. Bu biznesda shu. Mana shu bitta narsani qiziqmoqchiman. Misol uchun, yon atrofimdan boshlaqki to'shda faqat yozilgan narsani qilish kerak deydi. Mana aynan yon atrofim o'sha plan qo'yilgan, o'sha plan bo'yicha ketish kerak. Men misol uchun o'zim spontanniroq bo'laman. Agar misol uchun bu qarayman, ko'ngil boshqa joyga tortib ketib qolsa, chapga qaylib ketishim ham mumkin. O'sha narsada bizda ko'p nizo chiqib qoladi. Shu bo'yicha fikringiz aynan qanaqa? To'shda biznes bo'yicha точно aniq faqat plan bilan yurish kerakmi yoki deganda o'ngga ham chapga ham qarab hamma narsani qilib ko'rish kerakmi? Biznes bilan aniq plan qilasiz, plandan chiqib ketaverasiz. Plan qilamiz, plandan chiqib ketaveramiz. Har doim shunaqa. Lekin baribir niyat bo'ladi. Narsa yonida, hamma narsa bitta biznes. Boshqa narsalarga o'tib ketib qolamiz-da. Boshqa narsalar test-trit qilamiz, uni qilamiz, buni qilamiz. O'tgan oygi rasxodimiz bilan bu oygi rasxodimiz 10 mingga o'sib ketgan, 10 minglik risklar test-tritlar qilib tashlaganmiz-da. Chunki uje risk qilib test-trit qilmasak bo'lmaydi. Bu bor narsa. Eshitdim Jahon. Sangi o'zi biznesda men nima deydi, biznesmen degan, mana biznes boshlamoqchi, biznesmen deganda men o'zimga shu miyamga shu narsalar keladi-da. Biznes qanaqa odam biznesmen bo'ladi? Keyin men biznes qilmoqchi bitta yosh odam, yosh bolalar biznes qilmoqchi, yosh odam, yosh bola. U qanaqa biznes anaqa bo'lishi, anaqasini sezadi. Biznesmen bo'lish uchun prosta tak zadachalarni yechasan bo'ldi. Qo'yasan o'zingga plan. Ertaga men buni narsani qilaman. Ertaga turasan, o'sha narsani qilish kerak. Qilmasang ertaga qolib ketsa bo'ldi. U ertaga qoldirish kerak emas, tezroq planlarni qilib, zadachalarni yechib ketgan biznes bo'ldi o'sha biznesmen. Bo'ldi. Men ertaga men bunaqa reklama qilib ko'ramiz, test-trit qilamiz, men bunaqa qilib ko'ramiz, men bunaqa sotib ko'ramiz, men bunaqa reklama qilamiz, men bunaqa aksiya qilamiz, производствоda men bunaqa liniya qo'yamiz, bunaqa qilamiz. O'shani chiqasan, zadacha bo'ldi o'sha biznesmen. NASAga chiqib kosmosda yaratish kerak emas demoqchiman. Mana shu narsa bo'yicha bitta narsa aytib o'tib ketmoqchiman. Haqiqatan bitta narsa miyaga misol uchun o'sha zadachalarni beriladigan bo'lsa, yotishdan oldin ertangi kun mana shunaqadan boshlanadi, shu bilan tugatiladi. Agar o'sha planni hammasi qilinadigan bo'lsa, даже miyaga keyingi qanaqadir men millionga chiqaman deydigan bo'lsa ham, miya samleniya bermas ekan, to'shda millionga chiqishga. Chunki qo'yilayotgan zadachalarning hammasi haqiqatan qilinib keladigan bo'lsa, unda o'sha variant bo'lmaydi. Yo'q degan narsani ko'rib chiqish kerak degan narsa bor. To'ppa-to'g'ri. Xuddi shuni qildim miyamga. Menda xuddi shu narsa. Mana shu qo'yamiz, zadachalarni qo'yamiz. Men zamin har kun mana hozir ham siz bilan gaplashib o'tiribman. Aytdim-ku, hozir ertalab ham bomdodda o'qidim. Quyosh chiqqandan keyin ozgina uxlab olaman. Ozgina podkast ko'raman. O'sha podkastda ham bu narsa olaman, zametkamga yozib qo'yaman sразу. Miya shunaqa ishlaydiki, o'zingiz ishingiz bilan sразу miyingiz bog'lab beradi. Qayerda uni ishlatsangiz bo'ladi. Uni yozgandan keyin u baribir esimdan chiqib ketib qoladi. U zametga qaramayman ham, baribir. Tushunasizmi? Prosta yozib qo'yaman, lekin o'sha narsani yozganimdan keyin miyada qoladi. Imенно biznes sohasi bo'yicha yana bitta savolim bor. Imенно kredit olib qanaqadir ish boshlaganmisiz? Yo'q. Umuman kredit olmaganman.
Kreditga siz muomalangiz qanaqa? keyin ham olmayman. Mana Biznes hozir ham boshlash. biz biznes qilishimiz kerak. Bizda pul shunaqa tortilyapti. Bizda masalan bor shunaqa odamlar pul tikamiz, davay mana men beraman deganlar ham bor. U kredit emas yoki u qanaqadir protsentga pul emas. U prosta sherichilik degan odamlar ham bor. Men hozir kredit umuman anaqa qilmayman. Faqat o'zimni mana shu finans yig'amiz, ishlatamiz. Keladi pul, ketadi pul. Mana aka o'sha Baxtiyor aka millionerlarning ichida yurasiz, og'aynilaringiz, yetakchi biznesmen. Qaysi biridir katta kredit olib ishi yurishmaganlar bormi? Nomini ismlarini aytish shart emas. O'ylayman, ular kredit yo'q-da ular. Yo'q, hech kimda. Bormi? Kredit? O'zi tajribangizda yo'q, tanishlaringiz unaqa yo'q. Yo'q, o'zi eng puli yo'q, har doim pul ishlataveradigan odamman men ular ichida. To'g'ri. Просто hozir misol uchun anu borda, spros borda odamlarda. Kredit oladi, qarz oladi, agar tajribangiz shu bilan bo'lishingiz kredit. Men o'zim kreditga qarshiman, kredit olishga, kredit olib biznes boshlashga. Men nimaga $100 bilan meni hayotim o'zgarib ketdi? Meni kredit bilan hayotim o'zgarib ketmadi-yu. $100 bilan o'zgarib ketdi. U kredit emas. Prosta tak u ham onam berdi, matras oldim pulga. Aylanib ketyapti. O'tdan keyin meni o'rtog'im ishga chaqiryapti. O'rtog'imda ish ko'ryapman, o'rganyapman, o'zim bosh ochyapman, muomala qilyapman. U odam menga joy beryapti. U o'rtog'imdan $250 olgan, ishlagan oyligimni olaman, bitta tarsofka olaman, arra kesadigan. Bo'ldi, meni hayotim o'zgarib ketdi. Hozirgi paytda menda $500 millionlik оборудование bor. O'sha paytda $150 ga olgan tarsofkam mana hozirgi paytda $500 million оборудование ham bor. Men hozir 300 ming yevroga оборудование sotib oldim. Bu narsalar menda hozir videolarda men qo'ygan videolarimdan hate qilishyapti bu narsani. Kredit olmasa bo'lmaydi-yu, seni ham otang yordam bergan. Yo'q. Meni otam ham velida yurganlar. Jiguli olganlar. Otam Jigulilari bo'lardi keyin. Menga hech kim meros tashlab ketmagan. O'sha hammasi o'sha narsadan bo'lgan, kreditdan bo'lmagan. Hozirgi paytgacha kelishimiz. Baxtiyor akam, siz успешный biznesmen, millioner inson sifatida bitta maslahat bering. Meni $1000 bor, misol uchun, qanaqadir ish boshlamoqchiman. $1000 bilan qanaqa ish boshlashim mumkin aynan? Mana shu savolni o'zi bo'lmaydi-da. Mana hozir $1000 bilan men biznes boshlamoqchiman. U biznes pul bilan boshlanmaydi. Kirish kerak. Mana masalan hozir siz qaysi biznes boshlamoqchisiz? Masalan, prosta tak men kreslo ishlab chiqaramoqsiz. Mana shu kreslo ishlab chiqarishingiz uchun siz prosta tak pul tikib ishlab keta olmaysiz. Siz mana shu kreslo kim nomerading. Bo'ldi, o'sha kreslo ishlab chiqaradigan nomerading Dafnami hozir? Dafnaga borasiz, ishga kirasiz. Oddiy rabochiy bo'lib yoki oddiy nima qo'lingizdan keladi, sotuvchimisiz, menejermisiz yoki call centerni yaxshi rivojlantirib bera olasizmi yoki prosta sotuv birinchi protsessni ko'ring, ishlab chiqarishni ko'ring, keyin sotuvni o'rganing, o'tda qanaqa bo'lyapti, qayerdan siryapti, o'shalarni o'rganganingizdan keyin u $1000 dan ko'p deb o'tdegani nima deydi? Оборотлari, foydasi, o'tdagi ideyalar bor-ku. U Dafnani egasi ham tayyor pul bilan u biznes boshlab ketmagan. U ham noldan boshlab chiqqan, o'zi anaqasini surishtirsak-da, men o'zlarini tanimayman-ku. Mana shu kreslo ishlab chiqarishni aytadigan bo'lsak, shu $1000 pulim bor, $5000 pulim bor, nima biznes qilsam bo'ladi deyish bu bo'lmaydi. U tayyor pul bilan bo'lgan biznes bo'lmaydi-da. U yo'qdan chiqsa u biznesda, u qayg'urasiz-da unda. Lekin mana bezod to'g'ri aytibdilar-da, shunaqa niyati bor, shunaqa savoli bor-da. Bizani prosta maqsadimiz bunaqa biznes qilib bo'lmaydi deyish o'rniga o'sha nima qilsin, zo'r narsani aytdingiz, borsin-da, ishga joylashib, o'shani o'rganadi ishni, o'rganganidan keyin o'sha производствоni o'rgansa bo'ladi. Masalan, yoki loft mebel, mana orqada loft turibdi. U svarka qilingan, bunga kraska ketgan, metal ketgan. O'sha tayyor biznesmenni ishlab turgan biznesini kirib, shu qanaqadir hojatini chiqarish kerak. To'g'rimi? O'sha maqsad shu bo'lish kerak-da, o'rganish kerak. O'shani o'rganish kerak. Endi $1000 ga nima biznes qilaman desa, menda $1000 lik biznes ideyalar yo'q-da. Menda $10,000 dan $100,000 gacha biznes ideyalar bor. $10,000 ekan ayting, xatab uchun kirganda men mana shu podkastimizni ko'rayotgan insonlarda balki shunaqa holat bordir. Men o'zim uchun rubrika qilib qo'yganman. $1000 dan boshlaydigan biznes yoki $1000 bilan nima qilish mumkin? O'tgan safar Hoji Akbar aytdilar, to'shda bilimga tiqish, o'zimni rivojlantirishga, meni $1000 o'qishga ketkazgan yaxshi, yangi kasb bo'lgani uchun. To'g'ri aytibdilar.
Endi o'sha 1000 ni hozir tushundim. 10 mingga bor dedingiz. 10 mingni bor insonlar ham bo'lishi mumkin videoni ortida ko'rayotgan. O'shalarga nima aytardingiz? Qanaqa? Biz YouTube'da yangi proyekt qildik. O'zimizni Mansur Baxtiyor degan YouTube kanal ochildi. U yerda hozirgi mana endi qo'yiladi. Ikkita biznes ideya $10,000 ga. Gilam yuvish biznes ideyasi. Ipidan ignasigacha ham tushuntirib berganmiz. Qanaqa оборудование olish kerak, qancha ishchi kerak, nima, qancha pul topadi. Oyiga $3,000 dan $5,000 gacha topadi. Meni tanishlarim bor, $30,000 dan $60,000 gacha oyiga pul topadi gilamdan. Gilam yuvishdan. Gilam yuvishdan. Ikkinchi biznesimiz matras biznesi. Meni o'zimning biznesim. O'sha videoda nima deydi, o'sha hammasini tushuntirib berganmiz. U ham $2,000 dan $5,000 gacha boshiga foydaga kirasiz. Bu yog'i keyin o'sha ketdi, bu yog'i tugamaydi. Ketaverasiz. Boshlang'ich summa 10 mingdan dostsiz. 10 mingga o'sha biznesni boshlasa bo'ladi. Biz o'sha bo'yicha video qildik, ipidan ignasigacha. Hamma narsani ochdik. Hech narsadan hech kimni yashirmaymiz. Chunki nima? Biz yashirib karvon o'zi rizqi bo'laylik. Hammaniki bo'laveradi. Masalan, men o'zim yaxshi ko'rgan bizneslarimni aytaman. Gilam yuvish biznesini qilmoqchi bo'lganman. Qiziqaman haligacha. Matras biznesini haligacha o'zim biznes qilaman. Haligacha o'zim оборудование sotib olaman-da, o'zim o'zi tugayotgan biznesga yetamanmi? Realni bo'ladigan bizneslar. $10,000 bormi? Пожалуйста, qilsin shu bizneslarni, maza qilishadi. Bo'ldi. Demak, $10,000 bor odam bemalol siz o'sha YouTube kanalingizga o'tib, o'sha o'zi uchun informatsiyani batafsil olib turib, sizga aloqaga chiqib olasiz. Yana shunaqa video qildikki, qanaqa biznes boshlashda nimadan boshlash kerak? Qayerda sotuvni qilish kerak, qanaqa qilib sotish kerak? Masalan, biznes boshlashsa nolsiz. U ishlab chiqarayotgan tovaringizni sotishingiz kerak. Qayerda sotsangiz bo'ladi, qayerda testировать qilsa bo'ladi. O'shalar bo'yicha-da, nima deydi, eng kerakli joyda bu. Biznesi bor odamga ham kerakda bu. Bizda bilasiz-ku, birinchi biznes boshlashadi, keyin marketing qilishadi. Shunaqa. Atak birinchi marketing, keyin biznes qilish kerak. Analiz qilib. Birinchi o'sha gipotezizni test qilasiz, kichkina anonga. Mashhur tadbirkorlardan aytdi. Sizlarning tadbirkor sifatida anoniylar maqsadinglar maksimalniy tez и arzon mag'lubiyatga uchrash. Shu mag'lubiyatdan keyin bitta gipotezizni test qilgan bo'lasiz va boshqasiga o'tasiz. O'sha muhim tez и oson uchrasa zo'r bo'lardi deyaptilar. Shunaqa. Testировать qilasiz, kuyasiz, riskovat qilib. Не так, чтобы tovar chiqazib qo'yding, keyin o'sha xaridor qidirib yurding. Yo'q, u xaridor bormi yoki tovar chiqazishdan oldin bilish kerak uni. Degan narsani. Mana hozir matras 10 mingga deymiz-ku. Matras biznesini qilsa bo'ladi. U narsanichi $200-300 ga ham qilsa bo'ladi. Keladi meni oldimga. Okey, men matras sotmoqchiman. Xo'p, qayerda sotmoqchi? Hozir marketplace'lar Uzum, Yandex kirib kelyapti. Xo'p, sotmoqchiman marketplace o'rgandim. Hozir zo'r bozor o'rgandim. SMMni bilaman, targetni bilaman. Voshcha zo'r. Xo'p, $200 ga matras olsam mendan bitta dona. Internetga qo'yibdi, sotyapti. Foyda qiladimi? Talab qanaqa bo'ladi? 2 ta sotib ol, 3 ta sotib ol masalanda, $200 dan 5 ta sotib ol, $1000 ga testировать qilib ko'r. Bo'ldi. Meni o'zimdan pul ishlasa, hozirgi paytda, hozir siz $10,000 ga matras ishlab chiqarasiz-ku. Sizni себестоимостingizda men matras ishlab chiqarib sotaman. Chunki men уже har bitta narsani o'zim ishlab chiqaraman-da. Prujina bormi, уже siryolargacha, melichlargacha, men optimiy narxlarda olaman-ku. Siz ishlab chiqarsangiz bunaqa darajada ola olmaysiz-da. Tushunasizmi? Siz hozir matras ishlab chiqaraman-da. Себестоимостingiz menikidan baland bo'ladi-da, tushunasizmi? Mendan kelib sotib olsangiz, siz o'zingiz ishlab chiqarganingizdan ham arzondan olasiz. Ob'yom hisobiga ham anchadan bir bozordasiz. Bizda liniya bor, ham bitta narsani o'zimiz ishlab chiqaramiz noldan. O'shani hisobiga. Foyda to'g'risida aytganda 60% sof foyda dedingiz. O'tgan intervyularda. Bitisiga 100 ham bor. To есть qarang, bu yillik statistikami, yoki qaysidir oy 100 chiqishi mumkin, qaysidir oy 60 yoki qaysidir oy 30 chiqishi mumkin yoki qanaqa bu hisoblanadi? Bir xil. Yiliga 60 dan 100% gachamda. To'g'rimi? Sezondam yo'q. Sezon odam xulurada yiqilibdan kechish. Sezon deydi-yu, o'sha sezonni ham tushunmayman-da. Sezon biznesda sezon bo'lmaydi menimcha. Bo'ladi yanvarda, fevralda spat bo'ladi. Hamma yoqda, hamma yangi yilda 1 yil ovqat yemasdan, hamma yangi yilda 31-da korzinkalarda ovqat yeyishadi, 31-da faqat ovqat yeymiz biz. Yanvar, fevral pul ishlatib qo'ygan bo'lamiz, chunki keyin o'sha martdan yana skachok ketadi biznes.
pul ishlatish, reklamaga hozir o'tamiz. Investitsiya masalasini yopaylik. Mana bizning investorlar hozircha ko'proq ko'radi. Investorlar mana foydani aytdik, qanaqa foyda bo'lishi mumkinligini. Asosiy risklar qanaqa? Mana matras chiqazmoqchi bo'lgan, matras sotmoqchi bo'lgan investor, biznesmenda qanaqa asosiy risklar? Investordami, ishlab chiqaruvchidami? В данном случае investorda. Hozir investorda pul tikaman mana investor boshida sarmoya kiritayotganda biznesda qanaqa risklar bilish kerak-ku. Birinchi o'rinda endi kimga pul tikyapti, u qanaqa odam? U birinchi o'rinda o'sha narsa. Chunki u odamni nima deydi? Har xil odam bor-ku. Hozir nima deydi, любой odamga pul tikib ketsangiz bo'lmaydi. Просто tak kiydirib olishyapti. Hozir o'zingiz bilasiz, shunaqa. Har xil odamlar bor. O'shaning uchun birinchi u odamni qanaqa, uni tabiati qanaqa, u nima deydi, unga birinchi o'rinda nima hayotda? Faqat ochmi, faqat biznes, faqat anaqami, yo'q, u qanaqa odam, uni ichiga kirib, investor menimcha psixolog bo'lishi kerak. Investor psixolog bo'lishi kerak. Zo'r. Chunki u odamni o'qish kerak-da ichini. Chunki u pulini tikadi unga. Yana qanaqa risk? Odam yomon, asoschisi yomon bo'lib chiqishi mumkin. Uni oldini olish uchun yaxshiroq uni tushunib, uzoq vaqt davomida kuzatib, analiz qilish kerak odam. Yana nima? Bilmadim, to'g'risi investor biznesingizda, o'zingizda biznesingizda qanaqa risklar bor? Mani biznesimdami risklarmi? Texnologiyada. To'g'ri texnologiya qilmasangiz, u matraslaringiz qaytarib berishadi odamlar. Pulini qaytarib berasiz. Siz srazi bozorda matras sohasi bo'yicha 1 yil ichida yopilib ketasiz. Biz mana уже 8 yildan beri kelyapmiz, значит biz ishlayapmiz, to'g'ri ishlayapmiz. To'g'ri texnologiyalar bilan, to'g'ri seriolar ishlatyapmiz, to'g'ri naполнительlar bilan joyiga qo'yamiz hamma narsa. Shuni oldini olasizlar shunaqa qilib. Biz boshidan sifatga urganmiz-da urg'uni. Bir xilgina bor, arzonga uradi-da, arzon narsa ishlab chiqarib, ekonom qiladi-da, hamma narsadan ekonom qilib, arzon ishlab chiqaraman-da, tezroq sotaman odamlarga deydi. U уже arzon narsadan boshlasa уже bo'lmaydi. O'zi bitta o'tgan intervyungizda aytgansiz, nima deydi? Biz uchun soqit qilib tezgina chiqib ketish emas, balki insonlarga sog'lom uyqu berish birinchi o'rinda. Ertaga duo qilsin bizani foydamiz tegsin odamlarga. Ertaga baribir o'lib ketamiz-ku. O'lib ketamiz. Ertaga bizani o'lganimizdan keyin ham shu matras sotib ketdi deb bitta yomon gapirib qo'ysa bor, qabrda qanaqa yotamiz. O'shani men ko'proq o'ylayman-da. U eng o'ylaydigan narsa. Endi bu missiya deb aytsa ham bo'ladi-da buni. Biz faqat pul qilish emas, balki sog'lom uyqu berish. Bu missiyani qo'llab-quvvatlaydigan komanda ham kerak. Komandani qanaqa? Masalan, ko'p tadbirkorlarning muammosi komandani topish. Zo'r bo'lishi kerak. Komanda bo'lmasa, siz hech kim emassiz. Meni mana shu darajalarga olib chiqqan meni komandam. Men bitta o'zim bo'la olmasdim. Chunki bo'lasiz, qanaqa siz faqat komandadachi hamma sizga ko'zingizga qarab turadi. Siz qanaqa xato qilyapsiz? Siz qanaqa og'zingizdan qanaqa gap chiqyapti? Tushunasizmi? U sizga hamma qarab turadi-da. Qanaqa kiyinyapsiz? Qanaqa rington qo'ydingiz telefoningizga? Ishchilaringiz ham o'sha rington qo'yib oladi. Bu bor narsa-da. Oldin biz ham ishchi bo'lib yurganimizda, bizning xo'jayinimiz qanaqa rington qo'ysa, biz ham shunaqa rington qo'yib qo'yardik. Telefonimizga qo'shib qo'yib qo'yardik. Qanaqa kiyinsangiz shunaqa kiyinishadi. Qanaqa o'zingizni tutsangiz, qanaqa so'kinsangiz, ular ham shunaqa so'kinadi. Tushunasizmi? Shu darajaga kelishingiz komanda bo'lmasa, komandada gap katta. Masalan, Anvar akam ham juda ko'p bizneslarni ko'rib qo'yganlar, ustozimiz. Bizlar bilan keldilar, ishxonamizni ko'rdilar-da, bundoq qaradilar-da, o'shanda menga aytdilar-da, men bu narsani bilmagan ekanman. Baxtiyor dedilar, bunda o'tiribmiz, ovqatlanib o'tiribmiz-da. Komandangiz zo'r ekan. Yon atrofingizga zo'r bolalarni yig'ib olgan ekansiz. Siz o'shaning uchun zo'r bo'lasiz dedilar. To'g'ri aytibdilar. Tushunasizmi? Zo'r deganda nimani inovatga olomat? Yurimiz. So'rayaptilar mendan, intervyu olyaptilar. Men buni qanaqa qilinadi, buni qanaqa qiladi? O'sha yerda 5-6 ta komandamizdagi bolalar turibdi-da. Ko'zga shunda qarolma, mana bunaqa aytibdi. Anvar aka o'ylayga qarasa, Anvar akaga aytibdi. Mana bunaqa komandalar bor-ku, просто tak suv o'ylasa suv beryapti-da, tushunasizmi? Komanda shunchalik darajada bizni avatar anosi tiqib qo'yadi-ku. Shunaqa bo'lib qolganmiz-da. Shunaqa bo'lib qolganmizki, birga ishlayverib, уже bir-birimizni tushunamiz-da. Biz bir-birimizni уже so'kmaymiz. Biz bir-birimiz bilan уже ko'rishib, gaplashib, tushunib olamiz-da bir-birimizni. O'shaning uchun aytayaptilarki, komandang zo'r ekan. Sen komandang yaxshi bo'lganligi uchun sen shunaqa zo'r natijalarga yetyapsan. O'shaning uchun komandangga
komandingga e'tibor ko'proq ber, komanding bilan ko'proq vaqt o'tkaz. Men ro'zada har kuni iftorlik qildik. Har kuni boraman o'zim bozorga, go'sht olaman, kartoshkalarni zo'rini tanlayman. O'sha komandamizga polностью o'zimiz ovqat qilib beramiz. Har kuni o'tiramiz, mazza qilib ishonasizmi? Birga iftorlik qilamiz, gaplashib o'tiramiz. Yanachi call centrimizda 10 ta call centrimiz bor. Qoladigan 10 ta bola qoladi. Counter Strike o'ynamaymiz. Oxirgi vaqtda bu. Bu call center ishchilarimiz ketadi. Call center bu mana nima deydi? Bir-birimiz bilan call center nima deydi? Qanaqadir o'sha ozgina o'tiramiz, ozgina yoyilamiz-da. Chunki ularning ham oilasi bor, bolalari bor, ular ham yoyilish kerak. Kuni bilan ishlayverib, stressda-da, tushunasizmi? Ularni u narsadan olib chiqish kerak, ishdan dam oltirishimiz kerak-da biz ularni. O'shaning uchun bir oy ro'zada maza qildik. Короче, nima deydi? Bosib, ishlatib, hamma sokini chiqazib oladigan emas ekansizda, xo'jayin emas ekansizda. Yo'q, Komandangizda nechta odam bor, nechta ishchilar bor? 70 tacha bor. 70 ta. Hozir komanda to'g'risi haqiqatan juda ham chiroyli. Ko'pchilik menimcha havas qiladi shu komandangizga qo'shilib. Shunaqa imkoniyat bormi agar kimdadir hozir efir ko'rayotganlarda bo'ladigan bo'lsa? Nima qilish kerak uning uchun? Yoki nimadir qaysidir kачестволari bo'lish kerakmi u odamlarda yoki nimadir Da, o'sha savol bor edi menda. То есть komandaga olayotganingizda qaysi professional jihatlariga qaraysiz? Ya'ni chunki odamiy sifatlariga katta urg'u berasiz. Lичность o'z birinchisi o'z vaqtida ishini qilsa, etilgan ishini vaqtida qilib qo'yib, gapiga javob berib, o'sha narsalarni joyida taxlab qo'ysa, bo'ldi, u eng zo'r ishchi. Keyin hozir aytasiz, komandangizga qanaqa olasiz? Instagramda yozishadi-da, meni oling, u topib kelsin, ishxonamga kelsin, men o'sha yerda o'tiraman-da. Kelsin, men bilan gaplashsin, kelsin, primoy kelsin. Men nima deydi? Men unaqa odam emasman. Kelsin, salomiga alik olamiz, salom beramiz. Kelib, "Aka, men mana bunaqa ishlamoqchiman, men bunaqa qilmoqchiman" yoki "Sizni ishingizda men bunaqa qilib beraman men." Bo'ldi, davay deyman. Entuziazm nima deydi o'zbekchasiga? Mana ishtiyoqi bor. Shunchaki joyida turib nima qilaymasda. Aka, men ishga oling, hozir 21-asr adresingiz ham bor, nomeringiz ham bor, boshqa narsa ham bor. O'sha yerda o'tiraman. Menga ham yozishadi. To есть direct ochaman, "Aka, nimaga sarmoya kiritsa bo'ladi" deydi. Telegramni ochsa, YouTube'ni ochsa, top gapiriladi. Top 3 sarmoya qiladigan narsa. Tayyor video bor, ko'r mana. To есть qilsa motivatsiya olib qilsa bo'ladi. Biz ham videolar qilamiz, mana odamlar nimaga bizdan oson. Bizni u videoni qilishdan maqsadimiz bizani o'zimiz konkurensiya ko'payadi deb qo'rqmaymiz, anaqa qilmaymiz. Просто tak o'rgansin, odamlar ham biznes qilsin, odamlarda ham pul bo'lsin. Biz nimadir tashab ketaylik, biz bu dunyoga kelib просто tak kelib ketmaylik. Nima deydi? Har kuni ertalab uyg'onishimga men xursand bo'laman. Hozirgi oxirgi 5 yil ichida mana shu ertalab tezroq bo'lsin, tezroq uyg'oning, tezroq ishga boring, ishlarimni qiling. Men tezroq-da, men bu tezroq uxlang, tezroq turing. Tushunyapsizmi? Ishga bo'lgan olov kuchli. Nima deydi? Oxirgi payt to'ymayman, deyman. Ishga to'ymayman. Boraman, ishda o'tiramiz, komanda keladi, gaplashamiz. Bundan ortiq kayf yo'q-da. Odamlarga nima deydi? Bitta joyda yordam beramiz, masalan, u kim keladi, yordam so'rab kelishadi, ularga yordam berib maza qilamiz. Hozir yordam to'g'risida konkret savolim bor edi. Bundan oldin savol. O'zbekistonda nega kimdir 5 yilning ichida millionerga aylanadi, kimdir esa yo'q, joyida qotadi. Как раз hozir aytgan narsangizni yana aytishingiz mumkin, to есть ishtiyoq, joyida o'tira olmaslik, ishlash kerak. Biz mana shu mana yoshligimdan ishlayman. 12 yoshimdan beri mana shu onam do'konga olib ketgan ishlab yoshligimizdan ishlaymiz. Mana haligacha ham uyda o'tira olmayman-da. Yakshanba kuni ham ayolim boru gapiradi-da, "Siz vaqt ajratmaysiz bizga. Bizani o'tga olib olmaysiz" deydi-da. Lekin men nima desa bo'ladi? Harakat qilaman deb qo'ying. Harakat qilaman-u. O'zim o'sh beradilar. Biznesmenchi shu narsalarga tayyor bo'lish kerak, ayolidan shu gaplarni eshitish kerak. Voy, bu hech narsa deya olmaysiz-da. Jim o'tiraverasiz-da. Bizani olib bormaysiz spotga, bizani restoranga olib bormaysiz. Olib borasiz, nimaga olib bormayman? Olib boraman. Olib bormaysiz-da ular uchun. Ular uchun olib bormaysiz. Menimcha bu yerda nafaqatgina biznesmen, oddiy o'sha uyda o'tiradigan odam ham mana shunaqa bo'lsa kerak. Shunaqa. O'sha narsalarga tayyor turish kerak-da. Undan o'ylayman, keyin aytishadi, "Biz shunchalik darajada mana uy joy qilib beryapsiz, mana shu narsalargacha menga mashina olib berdingiz" deydi. Ayolimga men hech qachon mashina olib beraman deb o'ylamaganman-da. Hech qachon. Men keyin o'ylaganman-da, Spark olib beraman-da, sekin o'rganib tursa, mashina keyinchalik bir Tracker olib beraman deb paket pulim nima deydi bordi, men olay dedim, bilmay olib berdim.
u ham sразу oldi 2 oyda men o'yladim u topshira olmaydi hozir hammani prava topshirish hech kim topshira olmayapti-ku shunaqa o'qiyapti-da 2 oyda prava olib kelyapti-da voy men haligacha mana hozir ham ketyapman uyga borishimiz kerak oyim umradan keldilar ko'rib ko'rishimiz kerak uyda o'tiramiz ovqat qilamiz yo'q deyapman adang chaqirasan adang keladi mashinani haydab borasan adang keyin olib keladi tashlab qo'yadi bolalar bilan emas o'zing yursang ana yur пожалуйста tushunasizmi ana qo'rquv borda man bolalarimni riskovать qilib anaqa qilgim kelmaydi chunki bir marta o'tirdimda ikkinchi o'tirmayman sani oldingda dedim tushunasizmi uni haydash ko'rib borib voy shunaqa nervim chiqyapman endi borib ishonasizmi qo'lim ketib qolyapti-da to'xta dedim bo'ldi mana dedim man mana shu yerda tushaman dedim man o'zim peshka olib ketaman dedim uyga eson-omon yetib borgani o'zi bitta mo'jiza bo'ladimi o'shada aka juda anaqa ana prikol ham borib video bor xotinim rulga eri charchadim san haydab ol deydi-yu orqada 3 ta bolasi anaqa qilib o'tirgan shunaqa ko'rdim qarab o'tirishgan hamma yo'lga qarab o'tirgan uxlayotganda hammasi uyg'onib ketib qarab o'tirgan voy bor narsa degan bu hayotda bor narsa ekanda o'shaning uchun ham rosa ko'p o'ylayman man уже bo'ldi haydayapman bemalol haydayapman deydi-ku no baribir xotirjam emasmiz-da biz uchun baribir ular ojizda baribir nima deydi shu ham yaxshidir balkim yani bir xil qizlarini institutga boshqa davlatga yuboradi sizni fikringiz qanaqa bunda voy man sekund turolmayman qizim siz necha yosh 9 yosh 9 qiz bola o'zi rivojlanishi kerakmi o'qish kerakmi o'qish kerak dunyoviy ilm emas u yoqni ilmlarni o'qisa ko'proq ertaga bizga ham ozgina поддержка bo'larmidi u yerda man chunki o'zim ham hozir bu narsa nimaga aytaman menga mana yaqinda Qur'on kitob podarka qilishdi Qur'on berishdi man уже shu narsa kirishdim bo'ldi полностью o'rganaman shu narsa man kelishdan oldin ham bizning masjidimizda bitta ukam bor o'sha kitoblar Qur'on kitoblar sotib qori bo'ladi har doim aytadi aka qachongacha biznesingizni anaqa qilib yuraverasiz keling o'rgating o'qing Qur'onni deydi o'rganaman ha deyman yana chiqib ketaman yana kelaman aka qachon deydi gapiraveradi bugun o'zim kirdimda anchadan beri kirmadim oldiga aka ko'rinmaysiz ko'rinmayapsiz bo'ldi dedim ertadan dedim peshindan keyin boshlaymiz dedim ertaga qanchada harflarni o'rganib olamiz 2 haftada o'rganib olasiz bo'ldi dedim mani kitobim ham bor dedim man sizga ko'rsataman dedim olib kel dedim o'shanda o'rgatasiz bo'ldi dedi уже planlarim kecha YouTube anaqani oldik bugun podkastdan olib ish vaqt bo'lmayapti-da tushunasizmi shunaqa bo'lyaptiki yetisha olmayapman shu narsaga mana bo'ldi dedim ertadan уже boshlaymiz xudo xolasa umrimiz yana bo'lib tursa ertadan man уже uni ham уже uga anaqa o'rgatadi o'zi xursand bo'ladi-da o'rgatsa nimaga unaqa deysiz yoki keling любой payt bo'ldi dedim ertadan bosamiz gap yo'q bilasizlarmi qaysi fazilatsiz biznesmen biznes qilib keta olmaydi qanaqa aytib aka biz ham biznes qilmoqchimiz shu mas'uliyat birinchisi eng kattasi shu mas'uliyat birinchi o'rinda turadi mas'uliyat keyin aytdingizmi lavz berdingizmi o'sha kuni qilib beraman yoki o'sha kuni dastavka qilib berasiz yoki o'sha kuni mahsulotini qilib berasiz yoki o'sha kuni siz uni gilamini yuvib berasiz yoki divanini yuvib berasizmi qilib bering mas'ul lavz gapingizga javob berishingiz kerak uchinchisi xudoyim sizga hamma ishchingizni pulini beradi siz kassirsiz uni yig'asizda mana shundoq qilib o'sha pulingizni ishchilaringizga ham tarqatib berishingiz kerak налево право ishlatib yuborsangiz уже ularni pulini уже baraka bo'lmaydi ishchilarni haqqi ketib qoladi ularni pulini berib olamiz chislosida oylik uzilib ketib qoladimi biz birinchi chislomi biz birinchi chisloda oylik beramizda biz o'zimizga aniq qo'yganmiz nima bo'lsa ham birinchi chisloda oylik beramiz chunki nimaga man shunaqa deb o'ylayman xudoyimmi man kassirman chunki bizda mana 70 ta odam ishlasa 70 ta odamda 4 tadan oilasida odam bo'lsa 70 ta 4 ga ko'paytirib olsak qancha bo'ladi man matematikada sal o'ranaman 280 mi 280 tami 280 ta odam o'shani pulni kutib o'tiradi-da moshina gap gapirdingiz o'shaning uchun man o'sha ularni puliga 280 ta odamga mas'ulsiz mas'ulmanda ular kutadi-da oilasi onasi otasi oilasi ayoli qizi qanaqadir qizi ham yoki o'g'li ham shirinlik kutib o'tiradi-da u odam bugun oylik oladi birinchi kuni aniq biladi oylik olishini birinchida oylik olsa mani yokida ertaga ikkinchida uchinchida menga parkka olib boradi deydi-da men o'sha narsani qattiq ushlayman uchinchisi shu men ularni pulini vaqtida berishim kerak o'sha biznesmen ishchilarning pulini vaqtida bermasa u hech qachon biznesmen bo'la olmaydi super bu eng katta narsa chunki siz men shu narsa bilan xudoyimni men kassirman
ular tomonidan menga berilgan, men xiyonat qilib qo'yaman ular puliga. Hayotda sizga nima motivatsiya beradi? Hayotda motivatsiya, hamma narsa motivatsiya beradi. Mana shu ko'chaga chiqaman, har kuni kech payt yuramiz. Har kuni kech payt yuramiz, nafsim bilan kurashaman. Shirinliklar yegim keladi, yemayman. Obed mana shu tushlikka olib tashlaganman. Qo'rqib qoldi, o'ris tilida gapirish. Yo'q, endi baribir o'zbekcha gapirsak o'zimizning tilimiz chiroyli-da. Chiroyli. Biz ham shu tarafdorimiz. Bo'ldi endi, bir lekin nimaga endi ruscha aralashib ketgan, buni hech kim to'g'rilay olmaydi. Toshkentda aralashtirib gapiramiz. Bu Qozog'istonda ham bor. Qozog'istonda вообще qozoq tilini esdan chiqarib qo'yish. Asosan ruschada gapirishadi. Biz hali ham bormiz-ku, o'zbek tilimizda gapiryapmiz. Tak gapirsak ham lekin gapiryapmiz-da. Da. Bu yerda men endi subyektiv fikrim, главный insonni tushunib, ishini bitirib ketsa bo'ldi. To'g'risi, menda unaqa katta fokus yo'q, aynan mana shu tilda gapir. Главный, meni vazifam nima? Oilamni birinchi o'rinda boqish, hammasini tayyorlab qo'yish. Bu yerda уже menga misol uchun farqi o'zbek tilida gapirib topaman, xitoy tilida gapirib topaman o'shanisini. Oilamiz sog' bo'lsa, kichkina kam bo'lmasa, hamma o'sha kashasini vaqtida olib borib bersak bo'ldi. Xitoy tilida gapiramizmi? Lekin dinimiz nima bilamiz-ku. O'sha narsani esimizdan chiqarib qo'ymasak bo'ldi. Biznes klub Anvar aka BXMLda bor. Biznes klub ishtirokchisiz. Anvar akani biznes klublarida o'sha biznes klubda borman men. Nima sizga qanaqa foydasi bor o'sha biznes klublarning? Yaxshi savol. Eng katta foyda. Men tasavvur qiling. Millionerlar bilan o'tiribsiz-da. Bitta stolda haftada 2 marta ovqatlanasizlar, ujin qilasizlar yokida bir oyda bir marta toqqa chiqasizlar. Men kuni shunaqa bo'ladi. Toqqa chiqamiz, mana uxlamaymiz-da. Uxlamaymiz biz. Gaplashib chiqasizlar. Ertalabgacha bomdodgacha uxlamaymiz. Bomdodda o'qiymiz, keyin xonalarimiz taqalib ketamiz, uxlaymiz. Ertalabgacha gaplashamiz, mafiyalar o'ynaymiz, har xil o'yinlar, nima deydi, dunyodagi bizneslar qanaqa bo'lyapti gap. Bu yerda ulib nega shunaqa zo'r ideyalar kechqurun keladi? Mana shu ko'p o'ylayman. O'shacha atrof muhitingizga ham bog'liqda. Bu Anvar akamchi hammani oldiga olvermaydi-da. O'ziga yoqqan odamlar bilan, o'ziga gaplashayotganda maza qilib gaplashadigan, o'sha odamdan energiya oladigan odamlar bilangina qabul qiladi o'ziga. O'sha odamlar bilan birga o'tiradi. O'sha yerda o'tirgan odamlar ham mana shu odamlar bilan birga o'tirishni o'ziga ma'qul ko'rgani uchun ham o'tiribdi-da. Tushunyapsizmi? Maza qilamiz-da, aka. Bu har xil anaqalar bo'yicha gaplashib, har xil fikrlar o'tda uji boru o'tda men eng kichkinasi menimcha ularning orasida o'tdagilar 40 yosh, 45 yosh, 50 yosh. Ular endi biznesda volk desa ham bo'ladi-da, aka. Ularning ichida kichkina men deb o'tiraman, ularni eshitib, ularni ko'rib, mafiyada lekin yomon qilaman. Yosh bo'lishimga qat'iy nazar deng. Yoshmanmi qarab o'tirmaymiz. Mafiyada shunaqa endi Anvar akam aytadilar-da, Baxtiyor nechta maskin bor deydi. Shunaqa kirib ketaman, shunaqa endi mafiyada bu qilmasangiz bo'lmaydi-ku. Rolga kirishib ketasiz, ichgacha ham kirib ketaman-da. Oxirgi payt shunaqa o'ynayapmiz endi bilmayapmiz-da, nima bo'lyapti? Chalkashib ketib qolyapti odam bor. Bu psixologik bu hayotda ham katta ta'sir qiladi-da. Hayotingizda bu kim bilan gaplashishingizda, muomala, bu o'yinning o'zi katta anaqasi bor ekanda. Maza qilamiz, kayf qilamiz. Baxtiyor aka, o'shani sog'lig'ingizga o'tadigan bo'lsak, qanaqa hozir eshitdik, nima deydi, aytib berdingiz? Men hayotimni, sog'lig'imni bitta dona kichkinagina ara o'zgartirib yuborgan. Ara. Shamollab qoldim bir kun. Shamollab qoldimda, akam aytdilar, "Ara bor, chaqtirsang yaxshi bo'lar ekansan, shamollashlarni orar ekan" dedi. Bo'pti, boramiz davay. Birinchi marta sizga probni chaqtirishar ekan. Keyin ikkinchi marta sizga ikkita chaqtirar ekan. Keyin 3 ta короче buyog'ingizga, ma'mudlaringizga qo'yar ekan. U bitta chaqadi-yu, aka, zet ortadi, ki chaqqan ari o'lar ekan asalari. Chaqib o'zini anaqasini qoldirar ekan, uchi yurakka o'xshab ishlab turar ekan, duk urib turar ekanda, u ari ham o'lar ekan, u qolar ekan, u ishlab u zaharini anaqa berar ekan sizga. 8-kunimi? 8 kun davomida chaqtirdingizmi? 10 kun chaqtirish kerak ekanda, aka uni. Qanaqa texnologiya parket tomonda ekan endi. Aka, men endi shu narsalar
xudoyim shu narsani menga taqdirimga bitilgan ekan, shu narsa bo'lish kerak ekan. 8-kuni menda уже u qarasam istimam chiqdi. Как раз bitta joyga bolalarimni aylantirgan olib borishim kerak edi. Aylantirdim, istimam chiqdi, uyga keldim, xuftonni o'qimagandim. Tahorat qilib olay dedim. Uydagilarimni oyisinikiga olib borib qo'ydim. Onam faqat uyda borlar. Bu narsani eslagim kelmaydi, to'g'risi borib. Shunda tahorat qilganman, boshim aylanyapti-da. Nima bo'lyapti? Hech qachon men sog'lig'imda bunaqa narsa bo'lmaganda. Bitta aylandi-da. Nima? Artindim, tahorat qilib oldim. Boshim aylanib turibdi-da. Onam cho'ta yurak pulsim ko'tarilyapti. Tuk 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 sezyapman. Onam chiqdimda dori beringmi? Bu narsa valerianka bering menga dedim. Cho'ta dedim, yuragim urib ketyapti. O'shanda issig'im chiqib, menda reaksiya berib, pulsimni 180-190 ga ko'tarib olgan. Bu yerda davleniyani ham siqib qo'yar ekanda, bittada chiqdim, valeriankani ichganim bilaman. Uchdim, mashinada o'tiribman. Nima qilishimni bilmayapman. Hozir yana o'sha holat, gapirsam o'sha holat tushib qolaman. Menda undan keyin anaqa bo'lib qolganda, qo'rquv bo'lib qoldi. Undan keyin. Nimaga unaqa bo'pti? Bildingizmi? Reaksiya berganda u arini chaqishi reaksiya. Nimaga o'zi uni qildi? Ko'chada yurganman-da, sovuqda yurganman. Sovuqda yurishim mumkin emas ekan. Keyin ozgina tahorat ham qilmay turishim kerak, suv tekizishim kerak emas edi. U meni pulsimni ko'tarib olib, puls ko'tarilgandan keyin meni anaqamni siqib qo'yganda, miyani to'xtatib qo'ygan. Nima uchun? 8 kun davomida ariga chaqtirgan so'zingiz. Ko'chada sovuqda, shamollagandim. Shamollashib bitta akam maslahatidan bu narsa bo'ldi. Immunitet ko'tarar ekan. Immunitet ko'taradi deyapti, tushunyapsizmi? O'sha narsalar bo'ldi. Keyin ketdi, o'sha bu yog'iga o'sha maza qochyapti, nima qilishni bilmayman, kallam ishlamayapti. O'sha bo'ldi, men o'sha ketdim, men o'sha kalima qaytaryapman. O'zimni oldimdan faqat ayolim, qizim, bolalarim, men o'lib ketsam, ular meni nima qiladi deyapman. Men oilada bitta erkakman, mendan ularga qarayman. Bolalarim kichkina, qizim kichkina, ayolim, onam. Meni nima qiladi deyapman. Miyamda faqat shu o'ylayapti. Bosh hech narsani o'ylamayapman. Bo'pti, shutgacha keldim deyapman. O'sha kalima keltirib, o'sha ketaman deyapman. O'sha bo'ldi deyapman. Yo'q. Xudoyim menga shunda shans beryapti. Yana men nima deydi? Bu qaytayapman-da shu narsalarga. Skori keldi. Onam shu bitta qo'shnimiz bor edilar, shunga telefon qildilar. U maslahat berdi. Uyda hech narsa yo'q-da, даже kovrador o'chirish kerak ekan. Unaqa payt. Uksus bor, uksusni hidlatishyapti, boshimdan suv quyaptilar, onam muzdek suv quyaptilar. Akam keldi, akam yugurib keldi. Akam ham aptekaga yugurib ketdi. Bu yerdan so'ri keldi, analgin dibidor qilishdi. O'sha bitta kichkina ari meni hayotimni o'zgartirib yubordi. Men o'sha hayotga ashshi boshqacha qaradim. Men ko'p o'zimga, hayotimga ta'sir o'tkazadigan, hayotimni meni sog'lig'imga ta'sir qiladigan hamma narsani yig'ishtirib tashlaganman. Super. Bu narsa kelish kerak, bu narsa bo'lish kerak ekanda. Bu narsa bo'lmasa men u narsalarni yig'ishtira olmasdim. Super. Super. Nima qilishni boshladingiz endi hozir? Baxtiyor aka, hop sog'lig'ingizga yanada yaxshiroq qarashni boshladingiz. Chunki bu istochnik energiya, 280 ta odam boshqarasiz. Bunda olib qarasangiz, bu juda charchaysiz, ko'p vaqtingiz ketadi. Hozir galadan men bitta narsani bildim, ovqat inson yeganda organizmga ovqat tushsa, bu organizmdagi ovqatni hazm qilish uchun polniy kuch energiya o'shanga ketar ekanda. Siz tasavvur qiling, ovqat yemasangiz energiya ketmayapti. Energiyangiz turibdi, energiyani ishlatyapsiz. Mana shu narsani bildim. U mana tushlik qilmasa ham bo'lar ekanda. Ertalab zavtrak qilamiz, nonushta, kechqurungi ujin. Mana shuni grafikini ozgina tushuntirib bering. Men mana shu narsani o'zim uchun xudo xolisa bir hafta qilib ko'rmoqchiman. O'zimda rezultatini ko'rib qo'rqyapman. Qanaqa qiladi? Ertalabki tushlik plotniy bo'lishi kerakmi yoki bo'lib lёгкий uyg'onganimdan keyin qanchadan keyin qancha xohlasangiz yegingizni yeng. Ertalab. Unaqa demaydi, sal ограничение qo'ying deb bilaga. Men hozir 107 kiloman. Qancha xohlasangiz yeyavering. Farqi yo'q. Obed qilmang faqat. Obed qilmasdan. Tushlik qilmang faqat. Kechqurun soat 6-7. 7dan yo'g'iga ovqat yemang. 6dan 7gacha ovqat yeb oling. 6-7ga. Yeng, qancha ovqat yegingiz kelsa yeng. Bo'ldi, keyin har kuni 10 mingdan 15 ming qadam yuring. Har kuni
oke shunaqa o'zgarishlarni sezasiz oke Oddiy narsa vроде бы. oke обычный narsa bor обычный narsa Necha kundan keyin seziladi o'sha o'zgarishlar? bir oydan keyin Bir oy. oke bir haftadan keyin ham o'zingiz sezasiz mana man oke o'zimda praktikamdan kelib aytishqaman 2 oydan keyin oke siz ushichi oke man siz o'zingizga aytaman u narsani bu yerda hammaga aytib bo'lmaydi 2 oydan keyin nimaga o'zgarishganini aytaman sizga Nima? eng главный erkak kishiga kerak bo'lgan narsa Tushunib olishdi o'zi. Да. Siz qanchadan Единственный o'sha narsa yurish kerak, 10 mingta qadam. 10 mingta qadam, 15 to'g'ri ovqatlanish, grafik nafsi bo'yicha. tiyib shirinlik umuman gazni umuman ichish kerak emas Yana? oshqozon menda o'zi oshqozonim ozgina hazm qilish yaxshi ishlamaydi ham o'shan bilan Menda yaxshi doktor bor ekan. oke man o'zim doktor bo'lib ketdim 2 yil shug'ullandim shu narsa bilan doktorlarga bordim nima deydi shu doktor gastroenterologlar boru вообще Tan berdimi? a Tan berdimi sizga? gastroenterologlar yo'q da yordam beradi baribir nafsingiz tiyishingiz kerak Da, по-любому. dieta полностью qilishingiz kerak полный dieta oke yanachi bu ovqat hazm qilmaslik keyin manda mana shunaqa narsa bor ediki ovqat hazm qilmagandan ich o'tib ketadi ich o'tib ketgandan keyin hamma energiya chiqib ketadi hamma vitaminlar chiqib ketadi уже sizda vitamin chiqib ketganingizdan keyin tushkunlikka tushishni boshlaysiz Bor, kuchingiz qolmaydi. kuchingiz qolmaydi-yu har xil narsalar o'ylaysiz Shunaqa. bu уже u narsalarni o'ylash boru man qo'rqaman bu narsalarni o'ylash bu уже nima deydi bu dunyo narsalarni o'ylamaysiz-da уже faqat boshqa dunyo narsalarni o'ylaysiz уже har payt shunaqa bo'lgandan keyin shunaqa bo'laveradimi desangiz yo'q уже vitamin chiqib ketgan уже siz уже nafsingizni tiyib shirinlikni kamroq yeb kamroq ovqat yeb уже mana man уже tushlikni ham olib tashlashadimmi вообще maza qilaman yuramanmi вообще maza qilaman bu narsalar yo'q bo'lib ketadi o'zi nima deydi organizmingiz o'zi nima bo'lyapti o'zi deydi tushunmay qoladi sizga chunki ovqat hamma narsa ovqatdan ekan ichingizga tushayotgan ovqat bu zahar ekanda o'zi по факту olib qarasak yeyotgan narsamiz o'zi biz mana buncha narsaga to'yamizda lekin bizani ovqatlarimiz o'zbek ovqatlarimiz milliy taomlarimiz shirinda oka bitta ovqatga oshga o'tirib qo'ysak borku yomon yeb tashlaymizda Shunaqa. o'sha keyin hazm qilinmaydi-yu o'sha buzadida oshqozon ovqat yesangiz uxlatadi lanchlashlar uyqungiz keladi har doim sal ochroq yursangiz uyqungiz ham kelmaydi-da har doim chunki nimaga man o'shanda video ko'rib qoldim bitta video ko'rdim oldingi zamonda faqatgina qorni ochganda ovga chiqishar ekan o'sha videoni ko'rib qoldim ungacha ham o'tirishaveradi ungacha ham просто tak yurishibdi uyda eski anaqada qorni ochsa ovga chiqadi ov qiladi qorni to'ydiradi yana qaytib keladi bizda qanaqa bizda unaqa emas-ku ovqatimiz bizda tayyor ovqat suzib olib kelib beryapti oldimizga ertalab ovqatimiz tayyor obed ovqat уже 3 mahal ovqat qo'yganmiz yo'q o'zi bir mahal ovqatga qornimiz to'yadi bir mahal aka bir mahalga ham o'tib olaman hali Bo'ldi, demak xudo xohlasa challenge boshlayman mana. Bu narsa to'g'risida ko'plar biladi, просто bizda tomonidan просто bizni nima qilayotganimizni aytib qo'yish, eslatma. Odam g'ashi kelishi mumkin-da. Bilan eshitayotgan odam g'ashi kelishi mumkin. g'ash kelsin kommentariyalar yozsin bizga yaxshi videolarimizni ko'proq odam ko'radi o'sha odamlarga foyda keltirsa yaxshi-da o'sha ular negativni ko'p oshirib beradi-yu kommentariyalar ko'proq yozinglar ko'proq yozinglar g'ashinglar bilganinglarni yozinglar Maza qilib yozinglar. man o'qib kayf qilaman sizlarni kommentariyalarni Xudo xohlasa bizda ham o'sha galadaniyalar boshlanyapti endi bizga endi kirib kelyapti chetdan kirib kelyapti galadaniya bizda chunki уже bu narsani mana ro'za tutishimiz ham bu katta mo'jiza-da bu narsalar bizda уже davno kirib kelgan hozirgi oldin kirib kelgan hozirgi olimlar bizda endi tiqyapti bu narsani galadaniya zo'r ekan galadaniya qilsa bunaqa kalla ishlar ekan bunaqa miyalarda bunaqa joylashib ketadi bizda bu narsa oldinlar уже kelib bo'lgan qur'onlarda kelib bo'lgan bu narsa payg'ambarimiz aytganlar ro'za bu eng katta mo'jiza ekanda bu buni biza mana bilyapmizda endi bilyapmiz buni olimlar bilyapti-da bu narsani miya ham boshqacha ishlar ekanda ochursa mana men eshitdim. вообще boshqacha ishlar ekan mana hozir tushlik qilmasdan kelganmiz ertalab kelganmiz mana soat 6-7 da ovqat yeyishimiz kerak soat 5 dan oshdi Yarim soatdan keyin ovqat yeyishlar ekan. Maza qildik farqi Baxtiyor aka. yo'q nima deydi Maza qildik zo'r suhbat bo'ldi. Haqiqatan mana energiyani to'g'risi sezaman mana mana shu mashta o'tirib qanchalarni uchirib yuribdi energiya. uchib yuribdi risk energiyasi o'sha millionlar energiyasi pullar energiyasi man keyin bitta narsaga amin bo'lamanki то что
katta pul topadigan odamlar bularni energiyasi birinchi o'zgarar ekan haqiqatdan, chunki bor misol uchun odamlar to'shta endi hayotda rezultat qilib yuribdi, lekin u yerda boshqacha energiya. Men ahamiyat beraman to'shta millioni bor, katta summalar bor odamlar bilan gaplashaman, ular bilan gaplashayotganda boshqacha energiya olaman. O'shanga keyin miyamda tushunaman to'shta pul ham bu bitta energiya deb. Конечно. Shuning uchun pul topishdan по-моему uyalish kerak emas. Pul topish kerak. Pul topgandan keyin o'sha boshqa narsalarga o'zgarib ketaveradi. Zo'r. Maza qildim, lekin sizlar bilan Rahmat. gaplashdim. Jasur, dvoring bemalol. Baxtiyor aka, qarang, bizada har bitta podkastda mehmondan bizani o'sha videoni ko'rgan insonlarga, kommentariy yozgan insonlarga hadya bor. Kommentariyani yozish uchun ularda qanaqa sizdan ko'rgan qanaqadir kuchli insaytni, o'sha insaytini yozish kerak va hayotida qaysi paytda qo'yiladigan shu insonga nima sovg'a qilamiz? Shu endi bizni matras sohasida bo'lganimizdan keyin insonlarning uyqusini shirin qilganimiz bizning missiyamiz bu, uyqusini shirin qilish. Shunga mana komfort modelidan bizadagi eng zo'r matrasdan shu sovg'asiga beramiz bittagina.